O chiqdi mana bola. Qotib qolibdi bola. Bola o'libdi. Oxiri bari pichoq bo'lyapti. Agar pulingizni olish maqsadim bo'lganda, sizga hozir aka yutqizish kerak. Zo'r bola ichidan ikkita simni chiqarib berib turib, sizga bo'ldi aka, men zo'r bo'ldi deb turib pulingizni olib ketsam bo'ladi. Bo'ldi kapta aka, xudo xolasa ish tugatdik. Sog' bo'lasiz. Keyin hafta kelamiz yana 3-chisiga, bo'ptimi? Jag'lariga ham bez toshib ketgan. Bu kasal o'z og'riq bilan o'tadi. Ozuqa yeyish uchun tomondan tagiga ham toshgan. 24 soat hozir qilsak, ertangi kuni shu paytgacha hayvonni og'riqdan to'liq himoya qilib turadi. Ham o'sha stomatit kasali og'izlari uvilib, og'zi ko'pirib yotuvdi. Tuyoqlarning orasigacha yara bo'lib, ham ikkinchi dardi bunda dermatit boshlangan. Zafar aka. Aka buni so'yib qo'ya qolasiz. Metal o'sha oshqozonda teshib, diafragmadan o'tib, ichki go'shtdan o'pkani tirnetgan bo'lishi ham mumkin. 6 oygacha hayvonning ichida bir dona qurt ham qoldirmaydi, tuxumini ham qoldirmaydi. Shu kasallik payti ozgina molga qiyin bo'ladi. Bir xil joylarda ko'ryapmiz, 50 grammgacha urib yuboryapti. Molni jigarini rasvo qiladi. Tillar oqarib, yaqinroq ko'rsak, tillar oqarib uvib ketgan buni mana. Shuni og'zidan olib qo'ying. Mana og'zini. Matga 3 tomonga yirtilib yotdi. Buni veterinarlarga bitta yoqmagan tomoni o'sha negativchilarga desam, shu veterinar ishini osonlashtirib qo'ydi bu. Molim shunaqa stomatit bo'lgan ekan. Uyga ketdi, mol o'ldi deydi. Ikkinchisiga ham yo'qdi, nima qilay? Bola sigirdi yarimiday. Yoki bu dard oson emasdan bo'g'imlari ham shishibdi. Bugungi videomiz kimdirda xafa qilib qo'yishi mumkin yoki-da kimdirda xursand qilishi mumkin. Bugungi qahramonimiz Abduvohid akam. Abduvohid aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Kechadan beri o'zi birga yuribmiz va auditoriya uchun salom alaykum qo'yamiz. Albatta. Assalomu alaykum chorvador akalarimiz, fermerlar hamda Jamshid Valijonovning kanali kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun sizlarga zo'r ma'lumotlar, zo'r kerakli narsalar, kerak bo'ladigan kasalliklarda kerak bo'ladigan ma'lumotlar haqida video tayyorlab ko'rsatamiz. Balki bilmayman 2 soatlik bo'lar, 3 soatlik bo'lar, lekin vaqt ajratib o'tirib ko'rishga arziydigan yoki to'xtagan joyingizda to'xtab ko'rib olishga arziydigan videolar chiqaramiz. Minutini o'tkazib yubormaysizlar, aka gapingiz bo'ldi. Minutini o'tkazib yubormaysizlar. Sababi ma'lumotga to'la video bo'ladi. Har bir minutida xudo xolasa yaxshi ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotlarni qo'yib borishga harakat qilamiz va hozirgi kunda qaysi kasallik qiyin o'tyapti, qaysi kasallik ko'paygan yoki qaysi kasalliklarga qarshi kurashish kerak, hammasini to'lig'icha tushuntirib beramiz. Albatta, videoni oxirigacha ko'ring. Vaqtingizga umuman achinmaysiz, o'zim garantiya beraman akalar. Hozir biz qayerdamiz Abduvohid aka? Biz hozir Toshkent viloyati Bo'ka tumanida, o'zim Bo'ka tumanida yashayman. Ko'pchilik bilmaydi ham, o'zi sizdan so'raydi qayerda. O'zim yashash manzilim Toshkent viloyati Bo'ka tumanida. Hozir biz birinchi ishda aptekadan zapravka o'sha dori-darmonlarni to'g'irlashni boshlaymiz. Hozir biz o'zim aptekamga keldik desam, akam ishlatadi, o'zimizga tegishli apteka. Manzil buni bozorda bilasizlar. Manzil bu yoqqa Sanjar aka. Ko'pchilik qo'shni tumanlardan so'raydiganlar uchun manzil Bo'ka tumani dehqon bozorining ro'parasida o'sha Bibinor vet apteka. O'zimizga tegishli, ichida o'sha hamma preparatlari bor. Hozir ichkariga kirib, meni o'zim ishimda ko'proq nima ishlatiladi, o'sha o'zimni komplektim bo'yicha ichkarida gaplashamiz. Albatta, yuravering. Bu yerga kelib turib, albatta kimki keladigan bo'lsa, bu yerga ishini bitkizib ketadi. Chunki Abduvohid akam shayda bo'lishsa, o'zlari ma'lumot berishadi sizlarga. Endi bu yoqda bo'lishim juda qiyin-ku. Mabodo bo'lib qoladigan bo'lsangiz, maslahatingizni ayamaysiz aka. Bo'ldi. Xudo xolasa. Bu aptekaga ko'pchilik bilganlar surishtirib kelyapti. Kelganda men emas, o'rnimda boshqa odamni ko'rganda savollar bo'lyapti-ki, bu aptekani men akam ishlatadi. Birorta agar tushunmagan vaziyatingiz, boshqa muammo bo'lsa, kelganingizda yo'q bo'lsa, akamga aytsalaringiz, akam o'zlari telefon qilib, proma gaplashtirib, konsultatsiyalaringizni qo'ldan kelguncha berishga harakat qilaman. Agar o'zim shu yoqda bo'lsam, yuz-yuz gaplashish imkonimiz ham bo'ladi. Bo'lmasa, hozir biz kerakli narsalarni endi akamizdan olamiz. Aka, menga dori berib yuboring. Qanaqa kasallik hozir tilam kelmayapti aka. Qanaqa kasallik ko'paydi hozir? Hozir Toshkent viloyati Bo'ka tumanida. Toshkent viloyati Bo'ka tumanida emas, o'zi bu yil hammani bir tekis urdi. O'sha og'iz burun kasalligi, ya'ni stomatit.
o'zi har yili yozda to'xtab, asosan zax tushganda salqin paytlarda bo'lardi. Lekin bu yil yozim bilan bitta tempda turdi. Hozir salqin tushganidan keyin naborat kuchayyapti. Shu bo'ladi. Hozirgi kunda yana kasalliklardan tashqari dermatit ham chiqib turibdi orada. Dermatit ham davolayapmiz. Bitta voqea bo'lgan dermatit bo'yicha, agar o'sha yerga borsak, bitta ko'rsatamiz. O'zi o'sha mahallaga vizitimiz bor. Kirib ko'rasiz, ko'rsatamiz. Ham o'sha stomatit, ham dermatit ikkita kasal bitta molda bo'lgan payt egasi so'yiladi deb, uje buni tuzalmaydi deb 13,5 millionga olgan molni 7 million so'mga ko'zining oldida o'zini qo'shnisiga sotib yubordi. Qo'shnisi menga aka davolab bering, o'lib qolsang peshonamdan sizni lichenlaringizni ko'ryapman dedi. Allohning qudrati bilan o'sha mol hozir tirik. Ikkita kasaldan o'sha o'zimizning sxema bo'yicha davolab olib chiqdik. Shu vaqt oyoqlarida ozgina chaqalari qolgan. Buni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Albatta 7 millionga olgan mol hozir kamida 15 millionga kiradi bemalol. Ha, bemalol. Bir oy ham vaqt o'tgani yo'q, eng qizig'i. Ha, bir oy ham vaqt o'tmadi, lekin egasi sal shoshib qaror qildi, lekin uni olgan odam yutib ketdi. Zo'r. Hozir biz dorilarni olib ketamiz. Mana xudo xolasa hamma kerakli dorilarimizni oldik. Nima oldik? Abduxo'p aka. Xo'p, endi taxminan bugunga xudo xolasa yetib qolish kerak. Bugun vizipamlarman. Birinchi mana biz bu chekini boshlaymiz. Polivit vitamini. O'sha bo'rdoqidagi buqalarni tayyorlashga, o'sha bo'rdoqga tayyorlashga men o'zim hozir ko'p ishlatyapman buni. Bo'rdoqchilikka bundan mana yodavap. Buni ham tushuntirib o'tamiz. O'sha hozirgi stomatit kasal Vapko firmaniki, bu ham o'sha og'zi, burni yara, tillari yara bo'lgan, oyoqlari yara bo'lgan hayvonlarni abrobotga o'sha dezinfeksiya qilishga zo'r ishlayapti. O'sha yaxshi ko'rib olishingiz mumkin. O'sha hamma yomon ko'radigan, lekin biz baribir ishlataveradigan Dastin preparati. Bu ham aytaman, so'mkamdan uzilmaydi bu. Super amino bu o'sha bu ham bo'rdoqiga nima deydi, kelishuvga qarab, bu bilan polivit bilan ishlagan xo'jaligimizda bo'rdoqga tayyorlash nisbatan arzon. Super amino qimmatligi uchun nisbatan narx qimmat. Hayvon egasi bilan kelishimizga qarab yo super amino yo polivit ishlatamiz. Ikkalasi ham bu ham o'smay qolgan qo'zilarni yo buzoqlarni o'stirishga, bo'rdoqiga o'sha buqa qo'chqorlar tayyorlashga bu ham zo'r. Bu endi bo'rdoqi men o'zim tumanda markazda turganim uchun meni asosiy klientlarim bo'rdoqiga ko'p mol boqadi, qo'y boqadi. Men bo'rdoqchilikka ko'proq kiraman. Shuning uchun meni o'zimning sumkamda parazitga qarshi mana immunoparazitan va buni o'sha bo'rdoqga tayyorlanadigan qo'y bormi, mol bormi, ot bormi, xullas nima hayvoningiz bo'lsa qo'llab qo'ysangiz, o'zini tartibi, grafiki bo'yicha mana shu emlashlarni amalga oshirib qo'ysangiz, hayvoningizni 6 oygacha gijja bezovta qilmay, xullas tushuntirib o'tamiz. Yana Ivermek ishlatilish bo'yicha juda qulay, abses bermaydi, shishmaydi. Bir marta qilinadi muskuliga. O'sha Nitox 200 hozirgacha stomatit kasalligida, boshqa oyoq og'riq kasalliklarida yaxshi ishlaydi. Diklavop, og'riq qoldirib temperatura tushirishga va o'sha panflamin. Hozirgi kunda uzilmay qolgan eng kerak bo'ladigan mana panflamindan ham bu yoqda keragicha olib keltirib qo'yganman. Pastida ham bor. Ko'rishingiz mumkin, panflamin va pastda mana xudo xolasa Abduxo'p akam sumkasida uzilgan yo'q hozir panflamin. Mana qarang. Gap spot bilan hali tugamagan, lekin olib oldim. Bilib bo'lmaydi, ish payti tugab qolsa, uzoqroqda bo'lsa, ketib ovora bo'lgandan ko'ra qo'shimcha o'sha zapasi bilan olyapmiz. Xudo xolasa mana shu meni bugungi hozirgi plandagi ishlarim bo'yicha narsani oldim. Yana o'rtada nimadir o'zgarish bo'lib qolsa, kelib ketamiz. Bo'ldi. Akalar, xudo xolasa birinchi vizifimizni boshladik. Hozir Bo'kani qayeri bu yer? Abduxo'p aka? Xo'p, bu Bo'ka tumani mana texnikum bo'ladi. O'sha biz o'qigan paytimiz kollej edi. Texnikumning orqasida mahalla, o'zimning klientim uyi. Zo'r. Hozir ichkarida stomatitmi? O'sha hozir hammani qiynayotgan o'sha stomatit, yana og'iz kasalligi. Buni hozir to'g'ri davolashdi, yo'lni ko'rsatib o'tamiz. Albatta, vodiyda ko'proq. Assalomu alaykum. Hozir yana bizda ham. Dilshod aka. Ko'payish. Aka, hech narsa. Assalomu alaykum. Tushganingiz nima shu? Prosta Bo'kada ham ko'payibdi. Hozir uni to'g'ri davolashdi. Abduxo'p akamning sxemalarini sizlarga ko'rsatamiz, ichkariga kirib. Hozir bu yerda atalab, Dilshod aka, bu mollargami? Molga atalab pishyapti ekan. Nima bor buning ichida? Aha. Kunjara. Tuz solgansiz bu. Kepak aralashtirib. Zo'r. Bu nechta molga yetadi? Ha, bitta xolos. 6 mahal. Voy. Qancha oz qoldi? Yoki bu dard oson emasdan bo'g'imlari ham shishibdi. Sanjar aka, bu ko'rsatsangiz bo'lar. O'sha mana
Orqa Oy, bo'g'imlarda oy, og'riq bor oy. molda oyog'ida. Hozir bunga shu to'g'ri davolash sxemasini oyoqlarini ham yaxshi bosolmayapti. Hammasini ko'rsatib o'tamiz. Oyog'ini haqiqatdan bosolmayapti. Abduxo'p aka, o'tgan safar men bitta tanishim bor shahardan, Namangan shahardan. Ha? Burxon akam, ular juda telefon qilishdi menga. Jamshid deyishdi. Molim shunaqa stomatit bo'lgan ekan. Uji ketdi, mol o'ldi deyishdi. Ikkinchisiga ham yo'qdi, nima qilay deyishodi. Abdumtal nomerini berdim. O'zlari gaplashib olishdi. Xudo xolisa mollari yaxshi bo'lib ketdi. Endi bitta narsa. Buni necha kurs qilinadi? Hozir biz ishlatayotgan dorilarni. Xo'p, bu yerga qolib keling. Hozir men stomatit kasalligida qayerdan qanaqa qilinishini aytaman. Birinchi o'rinda mana so'mkamda, mashinada ham bor. Vizit so'mkamda hali. Bu ozgina tugatdi deb o'yladim. Bor ekan hali. Ha, bor ekan. Yangi ochib qo'yibman. Panflamin. Mana ustini o'qisangiz ham bo'ladi. Mana yashur kasalligida. Mana mastit, periplazmoz hozirgi kunda yashur bilan mastitda o'zini eng zo'r rezultatini berayotgan dermatitda ham ishlatdik. Panflamin 20 ml vena qon tomiridan, orqasidan 10-15 ml askarbinka. Ikkalasi orqa miyadan vena qon tomiridan jo'natiladi. Keyin tanadagi og'riqni qoldirishga eng ko'p ishlatadigan shu vapkoni, diklovapi. Buni qilinishi, men buni nimaga ko'p ishlataman? Boshqa og'riq qoldiruvchilar ham bor. Boshqa og'riq qoldiruvchilar ham bor, lekin bu 24 soat hozir qilsak, ertangi kunni shu paytgacha hayvonni og'riqdan to'liq himoya qilib turadi. Diklovapda shu og'riq qoldirish nimasi juda zo'r. Ham temperaturani tushiradi. Og'riq qoldirishga buni ishlatamiz. Keyin o'sha hamma faqat reklama qilasanlar, lekin ishlatmaysanlar deydi. Ensasi qotadigan qo'pol qilib aytganda. Ensasi qotadi. Dastin preparat mana so'mkamda pachkalab tugab ham qoldi. Hozir aptekaga borgan zapravkaga olamiz. Dastin preparati har qanday kasallikda virusli bo'ladimi, virussizmi yoki noaniq etiologiyami ishingizni oldiga ochib berishga, hayvon immunitetini ko'tarib kasaldan chiqarishga zo'r ishlaydi. Mana shu 1 yildan oshdi, уже 1 yil 2 oy bo'lib qolibdi shu ishlatishni boshlaganimga. So'mkamdan uzilmaydi. Bularni qilgandan keyin hozir suvga ko'rsatmang. Hozir ertalabdan kun salqin Nitox 200. Bu ham mana shu stomatit kasalligida men o'zim ko'p qo'llayman, ilmiq suvga solib qo'ydim. Xuddi mana shu ko'rsatilgan preparatlar yordamida hayvonga bir marta inyeksiya qilinadi. Keyin bu ukollar qilingandan keyin to'g'ri обработка, o'sha tozalash ishlari, yuvish ishlari to'g'ri amalga oshirilsa, mana shuni o'zi bilan men boradigan 10 ta xo'jalikning pashti 10 tasi qaytib chaqirmaydi. Lekin shunday men aytib ketaman, kerakli narsalarni qildim. Hayvonni holatiga qarab 72 soatdan keyin zarurat bo'lsa qayta qilinsin degan joyi bor. Shuni egasiga aytib ketaman. Mabodo molda yaxshi o'zgarish bo'lsa qaytib chaqiradi. Lekin hozir mana shularni qayerdan, qaysi tartibda qilinadi ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi kunda emas, men anchadan beri ishlataman. Mana shu sxema mana shu og'iz, burun, yarnoq, tuyoq kasalliklarda yaxshi yechim bo'ladi. Xo'p, molni tortib baylasak bo'lar ekanda. Jamshid aka yordamlashasizmi? Albatta aka, men yordamlashgani keldim o'zi sizga. Qani? Shprisni qilib olmasangiz bo'ldi aka menga. Xudo xolasa. Askarbinka qolib ketibdi. Olamiz. Jamshid aka nariga, ustini tagiga, tumshug'ini tepaga tikka torting, tomiriga tushishonlar bo'ladi. Salkillarni chiqarib turgin. Opa. Torting. Hozir. Sal yurgizib olsangiz. Yaxshi bo'lardimi? Bo'ldi. Turasiz. Siz o'shanda mahkam uring bo'ldi. Sanjar aka, bu yoqdan olsangiz ham bo'ladi. Mana birinchi o'rinda panflamin, o'sha vena qon tomiridan. Tomirga ukol qilishda ham ko'pchilik bosh tushib turadi, boshqa, lekin iloji boricha 45 gradusni balandlikda tekis tortilsa, vena qon tomir tarang holatda turadi. Ishlashga ancha qulay. Mana vena qon tomiri joylashgan. Tomirga tushib oldik. Ignani chiqarmasdan turaveradi. Shu holatiga askarbinka, bu mol gavdasi kattaroq, 15 kubik. Mana bu yoqda bunday bossangiz yana qon qaytib chiqyapti. Ko'pchilik tomirdan chiqib ketdi deyishi mumkin. Mana.
Shu tarafga jo'natilgandan keyin birinchi ish bo'ldi. Shu telefonimni olsangiz bo'lar ekanda. Kim? 15.04. Bo'ldi, Andijon akaniga unga qo'ylarga boramiz. Bo'ldi, xudo xolasa boramiz. Keyin qaytib qolamiz. Hozir lecheni tugatib olib, telefon qilamiz unga. O'zimiz Namangandan shu Toshkentga Abduxo'p akamning oldilariga mana syomka qilgani keldik. O'tgan safar Abdumutalni qo'ydik, veterinar hayotini. Endi mana Abduxo'p akamni xudo xolasa qo'yapmiz. Qizg'onmasdan iloji boricha like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqangi foydali videolarni albatta chiqarib boramiz. Keyingisini masalan davom ettirishimiz uchun sizlardan iltimos qilib qolardim. Kamida mana 5000 ta like to'plab beringlar. Xudo xolasa like'ni bosib, haligi qiyin emas, ekranga bosib qo'ysangiz bo'ldi. Ko'proq odam ko'radi, ko'proq odam foydalanadi. 5000 ta like yig'inglar, xudo xolasa keyingi videomizni sizlarga chiqarib ko'rsatib beramiz. Endi iltimos sizlardan, chunki kerakmi, rostdan kerak emasmi? Uni ham bilib olamiz-da, sizlarga qiziqmi yo qiziq emasmi, u haqida ham bilib olamiz. Shundaymi aka? Har xil videolarda to'g'ri olib chiqsak har xil mavzu bo'ladi, lekin juda ko'pchilikni qiziqtiradigan joyi veterinar ertalabdan kechgacha qanaqa nima ish qiladi, qanaqa o'tadi kuni, qanaqa kasalliklarga boradi degan bu menimcha juda qiziq mavzu. Men chunki o'zim agar Romakan chiqargansiz, Abdumutal chiqargan, o'zim veterinar bo'lsam, vaqtimni ajratib, qiziqib ko'raman. Unda qanaqa ish jarayoni bo'lyapti, bunda qanaqa ish jarayoni. Shaxsan o'zim veterinar bo'lsam ham, o'zimning hamkasblarim ishiga qiziqib men o'zim kuzataman. Menimcha bu sohaga aloqasi bo'lmagan chorvadorlarga juda qiziq bo'lsa kerak. Albatta aka. Xo'p, mana endi ikkinchimiz 3-preparat. Hozir askarbinka bilan panflaminni qilgandan keyin diklavab mana shu gavdasiga 10 ml qilsak yetadi. Bu ham muskul orasiga hozir bu yoqda Nitox yo boshqa preparatlar qilishimiz mumkin. Menga qulay joyi bunaqa bo'yindor buqalarda. Mana ko'pchilik bo'yin sohasi ukol qilishdan ko'rsating deb boshqa qiladi. Bo'yin sohasi mana kuragi bor mana. Kuragida mana lapatkaning o'rni bor. Lapatkaning o'rnidan bitta kaft bu yog'ini, 4 ta barmoqning o'rni mana shu arinchir. Bunaqa og'riq sezmaydi, dori yaxshi so'riladi. Keyingisi hozir hammani ensasi qotadigan. Keyingisi biz o'sha bemalol aytiladigan Dastin preparati. Bundan ham hayvonga qo'llaymiz. Buni tushuntirib o'taman, endi vaqti ko'p ketsa ham YouTube'da bemalol olib. Ko'pchilik bunga negativ bildirganlarda qarasang, asosan veterinar ekan Jamshid aka. To'ppa-to'g'ri. Videolarimiz Instagramda yozadi, bir narsa vet, bir narsa. Profilga kirib qarasangiz, bitta molda olib bunday rasmga tushib qo'ygan, boshqa qilgan, bir o'z tobag'im deb aytib, bir ishni o'zi eplab qila olmaydi mana shu odamda. Agar qo'lidan ish keladigan odam negativ yozmaydi. Buni veterinarlarga bitta yoqmagan tomoni o'sha negativchilarga desam, shu veterinarning ishini osonlashtirib qo'ydi bu. Ilgari mana shunaqa kasal bo'lgan molga 3 kundan 5 kungacha har kuni kelib qarayardik. Kuniga egasi qilingan ukol dorisi bilan veterinarning xizmatiga boring, o'rtacha hisobda 150 ming so'mdan xarajat qilsa, 5 kun kelsam bu yoqda 750 ming so'm xarajat bo'lyaptimi? Lekin ana o'shanaqa egasini chorvadorda ham cho'ntagiga ancha foyda bo'lishi ham veterinarning ishini chorvadorda oldida arzonroqqa, yaxshi yuzini yorug' qilib berish uchun hayvonni kasallikdan tez chiqaradi. Ayniqsa shu virusli kasalliklar, yuqumli kasalliklarda yo'riqnomasi bo'yicha bu 2 kilodan Живой tepa hayvonga degan 10 ml degan, lekin hozir hayvonda temperatura borligini hisobiga dozani ozgina kamaytiramiz. 8 ml muskuldan qilamiz. O'shancha ensasi qotadimi deymanda orqaligi veterinarlar. Buni qarang. Cho'ntagimda bu cho'ntagim kecha ham ishlatganman. Hamma bo'shagan flakonlar rosa ko'p cho'ntagimda yig'ilib yotaveradi. Xo'p. Hayvonni mana orqa qismidan ukol qilish, mana maklok do'ngligi. 4 ta barmoqni qo'yganda, mana shu birinchi barmoq do'nglikning ustiga 4-barmoq mana yerda go'shtlik joyi bor. Bu yoqqa tushib ketmaysiz, pay bor, oyoqni harakatlantiruvchi, bu yoqda dumg'azanning oldida nerv bor. Nerv urib qo'ysa, molda oyog'i shol bo'lib qoladi. Shuning uchun mana maklok do'ngligi orqasiga mana bunday turib yengilgina go'shtli joyi dori yaxshi so'riladi. Mana oxirida mana shu lichenani hozir qilingan preparatlardan keyin hozir panflamin, askarbinka, diklavab, dastim 4 ta preparat bo'ldi. 5-inchisi bilan lichenani tugatamiz. Nitox 200. Bu anchadan beri o'zini brendiga ega, buni effektini bilgan odam tushuntirishni keragi yo'q, lekin bilmagan odamga aytib o'tamiz. Mana shu qora mollarda kechuvchi kasalliklarda, ayniqsa mana shu stomatit, oyoq kasalliklarida, chunki uni oyog'iga ham shish tushgan.
Bu Nitox mastitda ham ishlaydi adashmasam, ha? Mastitda ham agar formasiga qarab yaxshi ishlaydi. Nitox 200 tarkibi o'sha oksitetratsiklin. Lekin boshqa oksitetratsiklin solishtirsangiz 20% deganlar 20% chiqmaydi. Lekin yaqinda o'zingiz siz men Romaka Saratovga borib, o'sha Rossiya Saratovga borib, Nitofarmni zavodida imенно ishlab chiqarish jarayonida qatnashib 3 kun shu yoqda malaka oshirishda bo'ldik. Tan bermasdan ilojisi yo'q. Biz ishlatadigan narsaga yana ishonch hosil qilish uchun baribir aylanib keldik. Xullas, Nitox 200 ham bu tomonidan mana muskularasiga mana igna kirdi, yengil. Faqat bu sal achitadi, mol inyeksiya qilayotgan paytda tepsinishi mumkin. Chunki oksitetratsiklin sal og'riq berish xususiyati bor mana. Persetkani ustidan persetka kiyyapsizmi aka? Yo'q, hozir egalariga to'g'ri tushuncha berish nimasida men aytaman. Mana shu kuzatuvchilarga ham kasallik payti inyeksiyalarni qilib bo'ldik. Asosan egasiga tayinlab ketamiz. Og'iz burnini obrobotkasini yaxshi qiling, yaxshi e'tibor bering deb. Lekin tilidagi, lab lunjidagi o'sha nekrozga uchragan terilarni ko'chirib olib tashlamasa, kasallik og'ir kechadi. Shuning uchun hozir egasiga birinchi etapini o'sha uvigan terilarni bo'lsa ko'chirib egasiga tayyorlab beraman. Чтобы nima xalatni yengiga tegib, mana ishlaganda nima deydi, kiyimga infeksiyani o'sha virus o'tmasligi uchun, boshqa xo'jalikka olib kirib qo'ymasligi uchun endi iloji boricha endi o'taman degan narsa o'tadi. Men o'zini saqlagan bilan ehtiyotni qilganimiz yaxshi. Albatta. Hop. Lekin bu boshlanish shekilli. Bu boshlang'ich formasi. Bu xudo xolisa yengil o'tadi boshlang'ich formasi, chunki kecha egasi telefon qilib turib aytgan mahal men aytdim, uka molim tishini g'ichillatyapti deganda, aka gijjadan bo'lishi ham mumkin, parazitdan yoki shu stomatitni boshlang'ich etapida ham mana tilini o'rtasida bor ekan. Tilidan tegibdi mol. Vah. Vah. Voy, onang yemagur, chida endi, chida. Shu kasallik payti ozgina molga qiyin bo'ladi. Lekin artilmasa tuzalmaydi-da. Yo'q, artilmasa tuzalmaydi. Artib keyin Jim tur. Menni ko'proq tavsiya qilamizmi bularga? Xullas, og'zidagi terilari shiladigan darajada emas, endi yorilibdi. Ishqalagan paytim yorildi, tagida suvlari oqishni boshladi o'zi. Buni obrobotkasiga hozir yonimizda bizni nimamizda komplektimizda olib esdan chiqibdi. O'zi olib ham yuribman, to'g'risi egasiga aytam, o'zlari olib keladi. Vetaptekada medniy kuparos bor. Shuni 200 grammini 10 litr suvga tayyorlab, ilimiq suvga eritib, og'izlari, tuyoqlari yaxshilab obrobotka qilib yuviladi. Bir mahaliga, ikkinchi mahaliga hozir o'zim ishlatyapman. Hozir Diklavabni ko'rsatdimmi? Diklavabni o'sha firmasini, Vapko firmani Yodavab degan litrovkali nimasi bor, yodi bor. Ana o'shani 100 grammni 5 litr suvga qo'shib, bir mahaliga medniy kuparos, bir mahaliga o'sha Yodavabdan qo'shib 2 mahal obrobotka qilib, sepib bo'lgandan keyin oksi spreylar bor. Men hozir o'zim ko'p ishlatadigan oksi sprey 258 degani bor. Ana o'sha teridagi yaralarni yaxshi qotirishga, infeksiyani tozalashga yaxshi ishlayapti. Mana shuni iloji bo'lsa, keyin aptekaga borganda rasmlarni qo'yamiz, stikerlarni chiqarib qo'ysangiz, odam yana ham tushunchali bo'ladi. Xuddi shu tartibda mana stomatitga qaraladi. Bu yog'i egasi kuniga 2 mahal 3 kundan 5 kungacha obrobotka ishlarini qilsa, toza dezinfeksiya ishlarini, preparatlar muammosi masalasi bo'yicha xudo xolasa mana shuni o'zi yetadi. Yana holatiga qarab 72 soatdan keyin egalar o'zi aytadi. Bo'ldi aka. Rozimang, holatiga qarab xabarlashamiz. O'sha obrobotkani bo'ya aytilgandek qilsangiz, xudo xolasa cho'tki. Nechi pul olding aka? Xo'p, hozir mana olinadigan summagacha ko'rsatamiz. Bu molga qaraganimiz, hozir qilib bergan ishimiz qilingan puldori bilan xizmatimiz общий 170 ming so'm pul olindi. Akalar hozir dalaga keldik. Dalaga emas. Dala ham desa bo'ladi. Dala ham emas, dala ham emas, dala ham.
fermer akamizni Fermer akamizni. ham uyini oldi, ham dalasi, mollari. Sanjar aka ko'rsatsangiz bo'ladi. Bular ham o'sha stomatit bo'lgan. Hammasi og'zi ko'pilyapti. Og'zi ko'pirib yotdi hammasini. To'rtta mol bor ekan. Hozir to'talasini ham qaranglar og'ziga e'tibor beringlar. Oyog'ini ko'taryapti, oyog'i ham og'riyapti mana. Oyoqlari og'rib qolgan. Lekin chiroyli olamonlar ekan hammasi. Oyog'iga sepadigani ta'siri yaxshi ekanmi deyman-da, oyog'iga ko'p ta'sir qilmayapti, lekin yaxshi. Yaxshi, sekin-sekinlik bilan aka. Molni mana ko'rsatib chiqyapti. Bitta og'zi ko'piklagan. Mana uni og'zichada Biz unga to'g'ri lecheniya qilamiz. Mana unda uncha yo'q ekan, bay shilganimda. O'sha ko'chirib tashlayapsizmi terilarni? O'sha ko'chirganingiz yaxshi. Mana uni juda yomon. Lekin bundayda o'pirilish sploshnoy ketmayapti-da. O'sha tangaga o'xshab Shunaqa. bir xillarda tekis ko'chiradi. Bunaqa joy. O'sha lab lunji mulklari hamma narsasi uviladi, ko'chirib olib tashlasangiz tez tuzaladi. Qonatib olib tashladi. Bir martaga mol qiynaladi, lekin xudo xolasa Og'izlari Yomonda akalar, to'g'risi. Bitta molingiz bo'lsa qanaqa ichingiz og'riydi. Xo'p, bularni shu yerda ushlab turib ko'l qilaveramizmi? Abduvohab aka, bularga ham xuddi o'sha bundan oldingi vizifimizda qilgandek qilamizmi? Bularga ham xuddi shu tartibda o'sha lichenlarni qilamiz, og'riq qoldiruvchi, virusga qarshi qay tartibda bo'ladi, qanday bo'ladi tushuntirib o'tamiz. Xo'p, mana hozir biz birinchi boshlab oladigan narsamiz panflamin. Bir sekadan boshlaymiz. Bu qarang, bu kasallikka, mana shu stomatit kasalligiga vaksina qilib qo'ysa, vaksina qanday ishlaydi? O'zi asli tartibi bo'yicha veterinariya bo'limi tomonidan mana shu emlama ishlari amalga oshirib qo'ysa, immunitet hosil qilgandan keyin 6 oygacha hayvonga kasallik tegmaydi. Lekin qilinadigan emlamada asosan 3 ta tipiga berilgan. Agar o'sha 3 ta tipi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, himoya qiladi. Qolgan tiplari bo'yicha tegsa ham yengil o'tadi. Tushunarli. Lekin o'sha gap kasal davolagandan ko'ra oldin olgan har doim yaxshi. Yaxshi bo'lib kelgan. Bo'lsa biz o'zimizni boshlaymiz. davolash ishimizni boshlaymiz. Mana bunisidan. Eng qizig'i hammasi olomon ekan. To'rtta mol. Bularni erta bahor tuqqan payti Turg'un aka kecha yaqinda o'zingiz aytdingiz, bu sigirlar erta bahor tuqqanda egasi keldiki, uka sigirlarimiz suti kam dedi. Keyin ham 2 yilda bitta bola beradi, juda qiyin edi mana deganda, o'zim kelib shularga dastimdan mana tirik guvoh egasi tushuntirib 5 kun oralatibmi, 3 kun oralatibmi qiludiga. Ana birinchida narigida turgan bor-ku. Ha. Shu bir oyda ichida qochib ketdi. O'sha dastimda qilishni boshlagan. Avval Men sizga savol berdim-ku. Mol tuqqandan keyin necha oy mobaynida qochadi dedim. Siz 3 oy dedingizmi? 90 kun, normasi bo'yicha 90 kun. Ana shu bir oyda qochib ketdi. Voy. Undan oxirida mana bu qochdi. dastim qilishimizdan oldin ular necha oyda qochardi? Uni siz ertaroq tug'ardi, mana shular 2 yilda tug'ardi. 2 yilda bola berardi, lekin o'sha dastim bilan 2 yilda tug'ardi. mana qarangda, Turg'un aka hozir YouTube'ga video ketyapti. Meni kunlik ishim bo'yicha dastim preparatini qo'ysak, boshlasak, sanlar maqsading faqat reklama deydi aka. Yo'q, men effektini ko'rdim dedi. Sut tomonlama ham, qochish bo'yicha ham, et olish, bular mana bu ertaroq bo'ldi-yu, ozib qoldi. Hammasi yaltirab, shunaqa etlari ham zo'r edi. faqat dastimni o'zidan qilganmiz bularga 10 grammdan 3 marta qilingan. Dalaga borib, o'sha dalada dachada qildik. Esingizda bo'lsa. Ha, tutdi bo'yidan, tut qatorda. Mahkam ushlab turing. Jamshid aka, siz buni Askarminga. Ammo qiynalmaysizmi aka bunda? Chiqib ketib qolmaydimi? Yo'q, tushib olsak hisob. Kechagi safar jim turdilar. Askarminga. o'n 15 kubik. Buniki bo'ldi. Hozir ham bunga qaytib kelamiz. Hozir hammasini birinchi tomiridan panflamin bilan askarminkani jo'natamiz. Shpritsni ignani yangilashni kerak yo'q. Mana tumshuqga tushib qolgan g'ijinda chiqyapti. Og'izlar og'riyapti-da bu. Yo'q, tillar oqarib, yaqinroq ko'rsak, yo'q, tillar oqarib uvib ketgan buni mana. Endi og'zidan olib qo'ying.
Mana og'zini. Voh. Taglari shilini yo'q. Boya siz aytgandek shildimda bular. Ya o'sha shilganingiz yaxshi. Mana ko'pchilik bilmaydi, shilmasdan dorini sepaveradi. Labin tepalari shunaqa. Shilasiz bir marta qiynaladi mol, keyin zo'r bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Og'izda og'riq bor. Og'riq shu darajada bo'lyaptiki. Narsa yeyolmaydi. Dahshat. Narsa yeyolmayapti. Endi narigi molga hozir qilamiz. Mana bu molimizga ham. Xo'p. Askarminki. Bitta shpris, bitta ignami deyishlaringiz mumkin. Bu har bitta xo'jaligida o'ziga bo'ladi. Boshqa yangilash shart emas aka. Yo'q, almashtir. Kasalligi. Bitta xo'jalikdan, bitta insonning uyida. Buni ham tomirdan bo'ldi, narigilar. Mana uchinchisiga ham keldik. Uchinchi molimiz. Panflaminda jo'natishni boshlaymiz. Hech qanaqa o'zgartirish haligi yo'q. Faqat shu to'g'ri lecheniya qilinsa, bu ham juda kuchli, vahimaga tushadigan, voy molim o'lib qoladigan degan kasallik emas menimcha, to'g'rimi aka? To'g'ri qaralsa, hammasi cho'tki bo'ladi. Hammasiga 20 grammdan panflamin, 15 grammdan askarbinka. Bu ham bo'ldi, Nargis. 3 oy oldin dedingiz, hozir kichkina buzoq edi bu dedingiz aka. O'sha Abduvohab eslarda bo'lsa, Aha. kichiklariga Yo'qda, aka bitta qo'zni nuqtadan ushlamang. Baqvatroq ekanda bu nisbatan narigilarga. o'sha ukkolingizni kuchi deyman-da. Bu O'sha sigirlarga dastim qilishga kelganimizda buni sherigan sotib ortiq hozir xarajat kelib qolgan. Bu ham ikkita buzog'im bor, 1 yildan beri o'smayapti, rivojlanishi yaxshi emas deganda o'sha suyak buzadigan super amino bilan bunga ham dastim qilib berganmiz. Gijjalarga immunoparazitdan qilib berdik. Bilasiz, immunoparazitdan ham aka 6 oygacha qurt tushirmaydi deb. 6 oylik mana qilingan. Ichida bir dona qurti yo'q mol, mana dalada yursa ham yemni turgandan zo'r semirib ketadi, paraziti bo'lmagan mol. Semirganini qaranglar, molda chiroyli bo'lib ketganmi? Mana shu buzoqcha o'sha sigir bo'lib ketgan. O'sha molni tushunadigan odam ham bittada biladi, ichida paraziti yo'q, buni 3 marta immunoparazitdan olgan. Ichi toza, mana shuning uchun shunaqa zo'r holatda. Buni ham pasta qiluvdik sizda bo'lsa. Ha, pastdan gaz turbaga baylab. Hozir mana bu kichkina buzoq edi mana. 4-molimiz, bunga ham kun issiq bo'lyapti, men boshim qichiyapti. Buni qochirmay turibman. Chunki hali 2 yoshga to'lmadi. Qishda 2 yoshga to'ladi-da. Sal chiroyli. O'zi mana shu joyda ma'lumot o'rnida boshqa insonlarga ham g'unajinlar 18 oyligida qochirtiriladi. Oldinroq qochib qolganlar bir xilga 1 yoshda qochib qoladi aka. Ha, to'qligidan shu. 1,5 yoshda, ha, to'qligidan, sho'xligidan aytganlarda qochib qoladi. Unda nima bo'ladi aka? Sal maydaroq mol bo'lib qoladi. Yo'q. Tuqqandan keyin mol o'smaydimi aka? Endi nisbatan. Bizda kuzatilgan mana shuncha. Ha. O'zimiz vaqt kuzatganimizdan shunaqa. Endi bu xudo xohlasa 4-chisiga ham panflamin bilan askarbinka qoldik. Endi keyingi etap og'riq qoldiruvchi. Birdan shundan ketaveramiz. Ushlab turing hozir. Mana ko'ring. Mana hozir keyingi etap, mana yangi shpris, mana hozirgi panflamin bilan askarbinka ishlatildi. Yangi shpris, yangi igna. O'sha bizga kerakligi diklavop. Mana yangi ochiladi. Har biriga 15 ml dan Og'riq qoldiruvchi bu. Og'riq qoldirib, temperaturani tushiradi. Keyin ham bu og'riq qoldiruvchilar ichida 24 soatgacha ushlab berganda menga zo'r yoqadi shunisi. Zo'r. Bundan oldingi videomizda ham aytdik. O'sha narsaning yo'qligicha diklavop mana 24 soat davomida molda og'riq degan narsa sezilmaydi. Shuning uchun iloji boricha effekt beradigan, effekti bor narsalarni ishlatamiz. Shunda ham odamlar reklama deyshadi, mayli. Mollarim hammasi bo'g'oz, xabaringiz bor. Qilayotganlarimiz bo'g'ozligiga anaqasi. Umuman qaytanga bularga o'sha dastim qilingan, dastim olgan hayvonda bola tashash xavfi keskin kamayadi. Chunki bachadonni yaxshi himoya qilish natijasida bola uncha tashamaydi. Lekin shu joyda bitta gapni aytaman, bu kasallik virus bilan kechganligi uchun virusli kasallikda hech kim kafolat bermaydi. Mol bola tashiydi yoki tashamaydi deb. Lekin qilinayotgan preparatlar bo'yicha men bemalol ayta olaman, bo'g'ozligiga hech qanaqa ta'siri yo'q. Qaytanga bachadonni himoya qiladi. Zo'r. Chunki biz Abduvohab bilan
5 yil 6 yil bo'ldi birga ishlayotganimiz. Ha. Balki ko'proq bo'ldi. Okey, ro'za payti kechasi soat Ha, otga kelgandingiz. tushimga otim kirdi, mazasi yo'q ekan, chiqib qarasam haqiqatan dumalab yotibdi ekan dedingiz-ku. Oyog'iga tushib qolgan ekan. Shundan boshlab kelamiz ishimiz. Lekin bu kishidan oldin kelib bir yillar qilganda 6 ta sigirimni bolasi shunday oqsildan keyin emlashdan keyin shulardan keyin tug'di, hammasi tug'di-yu, O'lib qoldi. nogiron tug'ilib shunaqa. Yo'q. Shunga bu yoqqa shu savolni beryapman-da har kelganda. Endi bitta gapni o'rnida gapirdik. Xorazmda bo'ldik. Mana Xorazmda ko'rsatdik. Abduvohab akam dorini o'rniga zaminatel bir xilda ishlatishimizga majbur bo'lamiz-da. Masalan, u dori yo'q bo'ladigan bo'lsa, boshqa dorini qo'llaymiz. O'sha payt shunday qog'ozni ochishdi-da, shunday o'qishdi, homilasiga ta'siri yo'q. Narsani oldik. U yerda ham qog'oziga qarab o'qib berishda men e'tibor berdim. Abduvohab akam shu narsaga ham e'tibor berar ekan dedim. Keyin dorini ochib, o'zim ham o'qib haqiqatan ko'radigan bo'ldim. Endi bitta narsada Jamshid aka, bu kimnidir yomonlash yo bir maqtanish borasida emas. Ishlatayotgan preparatni nimaligini bilmasdan turib ishlatgan veterinar bir kun yeydi, kaltaydi, sovug'idan yeydi. Shuning uchun dehqonga qiyin. yo dehqon-ku u o'zi qilingan preparatini o'zi bilmasdan ishlatgandan keyin kaltaydi, kimdan yeydi? Dehqondan yeydi. Molni o'ldirib qo'ysa yoki nimadir bo'lsa, shuning uchun yangi preparat chiqdimi, tanishyapsizmi, erinmasdan yo'riqnomani o'qing, nojo'ya ta'sirlari, qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar degan joyiga ham bitta e'tibor berib qo'ysa, xudo xolasa ishida pand yemaydi. Chunki o'zimiz shu Xorazmda yurganda ko'rdik, og'riq qoldiruvchi bitta dorilarni ishlatayotgan akalarimizga, uni qarasak, bu narsa o'zi bilamiz biz, u dori homilaga ta'sir qiladi. O'shani ko'rdikda, Abduvohab akam shunday ko'rdida, aka buni ishlatmang dedi, homilaga ta'sir qiladi. Yaxshi chekkaga olib qo'ying. Bu burdoqga boqilayotgan buqalarga, boshqalarga bo'lsa bo'ladi. Lekin xuddi o'sha kasallikka bo'g'oz molga bo'lmasligini Abduvohab akam ko'rib aytdi. O'shanda aka dedim, yaxshi shu narsa effektligi nima? O'qib olganingiz ancha. Mana 4-molimiz Diklavab, og'riq qoldiruvchi. Xo'p. Mana keyingi etapimiz shpris ignalarni yana yangilaymiz. Har bitta preparatda hozir salafanda dastim. Buni korobkasi turgandan olgandan keyin ichida cho'kmasi bo'ladi. 2 marta silkib tursa bo'ldi, eriydi. Yangi ochamiz buni ham. Keyin shu ma'lumot o'rnida mana shunaqa vesdagi hayvonlarga 200 kilodan, живой вес 200 kilodan ortiq hayvonlarga 10 ml qo'llanilsin deyilgan. Lekin temperatura bor payt, virusli kasallik payt kechayotganda dozani ozgina kamaytiramiz. Bularga hozir 7-8 ml dan qilib chiqamiz. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Farqi yo'q. Yaqinidan boshlaylik, orqadagidan. Yomondanmi? 8 tortdim. Ishlang. Juda ko'pchilikda ensasi qotadi-da, biz dastim desak bor. Ya mana foydasini ko'rgan odam. O'shani aytaman-da. Foydalangan odam foyda qiladi, foydalanmagan odam. Endi dehqon shunaqa bo'lasizda, men o'zim tushuncham. Ha. Doktorda olib keladi-yu. Ha. Bir marta, 2 marta yaxshi effekt ko'rsa, shunday doktorga tashlab qo'yadi. O'zi biladi deydi. Aralashmaydi. Bering bo'ldi. Birovdan eshitsa hamda, birovning molini noto'g'ri qilib qo'yib, bir narsa qilib qo'yibdi desa, gumoni bo'ladi-da, keyin mana bu dorilarning hammasini so'rayveradi, boshqa bo'ladi. Nima qilyapsiz? Endi men Abduvohab bilan 6 yildan buyoqqa ishlaymiz. Ko'pini ham qildingmi oldi, kamini ham. Bizda unaqa bo'lmadi. Xudo xolasa yaxshi. Bo'lmasin. Shunga o'zim qila oladiganini ham telefonlashib maslahatlashamiz. Aka o'zi borasiz, bor yurmaydi deydi. Uyingiz ham yaqinmas-da aka. Mani uyim ko'ngli yaqin. Bo'kani markazida o'zi akaniki Oqqo'rg'on chegarasi. Bu yog'i o'sha daraxt Oqqo'rg'on bu yog'i. Lekin mana biz keladigan vaziyat bo'lsa o'zimiz kelamiz, agar bo'lmasa o'zlari ko'rib o'rganib olgan muskulidan teri ostiga ukol qilishdi. Doktor ham bo'lib aptekaga borib dorilarni tushuntirib beraman, o'zlariga bemalol ishlatib chorvasiga ishlov berib yuraveradi. Biz bunaqa zarurat bo'lganda o'zimiz kelib xizmatdamiz. Ya shu joyda Turg'un aka. Instagramda bitta ikkita video qo'yganimizda bitta ikkitasi yozibdi, yo ko'chada o'z klientlarim ko'rganda nega sen dedi, internetda ham hammaga ukol qilishni o'rgataverasan, ertaga odamlar seni chaqirmay qo'yadi deydi-da. Aka rizq Allohdan, sizniki menga kelib qolmaydi, meniki sizga borib qolmaydi-da. Qo'ldan kelguncha hammaga yaxshilik qilib o'rgatamiz. Lekin mana rizqimiz bor ekan, aka barib chaqiradi. Ukol qilishni bilsa ham chaqiradi. Uncha-muncha yengiliga mayli, hamma eplaganini chorvasiga o'z qarasin.
Uchinchi molimiz. 3mi, 4mi? 3. bitta. Uchinchisi bitta qoldi. Mana 4-chi molimizga hammasiga bir tekis 8 ml dan ketyapti. Akani eng qizig'i Dastim o'zlarida bor ekan. Yo, o'sha kuni o'zi qolgan sog'lomlariga ham qilib qo'ysam bo'ladimi deganda hali qilmagan ekan. Shu joyida ham tushuntirib o'taman. Keyingi videolarda ham aytaman. Xohlang reklama deng, xohlang foydali ma'lumot. Men o'zim ishlatganimni aytaman. Dastim bo'yicha men xalqqa olib chiqishdan oldin uyimda 5 ta buqam turganda boquvda 3 martadan Dastim urganman, 3 kun oralatibdi. Keyin uje men qildim, haqiqatan ishlaydimi bu yo'qmi deb turib va shu joyini olib tashlaysiz, titlar. Mana shu stomatit bo'lgan molga borib turib qaraganman, xuddi sizga o'xshab qo'llarim og'ziga ishqalab, qo'limni yuvmasdan turib o'zim 5 ta molimga surtganman aka. Qani haqiqatan, chunki yo'riqnomasida virusli kasalliklarda profilaktikasiga ham yaxshi ishlaydi degan joyiga men o'zim qiziqib, o'zi agar kasal bo'lsam tuzatib olaman deb mollarimga borib, men stomatit kasalni so'lagini ishqalab chiqqanman. Xudo xolasa yuqmagan o'shanda. O'zingizni molingizga surtab chiqqanmiz. Uyda bu molxonani video olganmiz-ku. O'shalarni og'ziga surkab chiqqanman. Stomatit borasi bo'yicha Dastim o'zini oqlagan, keyin uje dermatit kasali ko'tarilib ketdi. O'tgan dermatit bir tekis urdi hamma joyda. Dermatitni ham so'lagini, burnida eksudotlarni bitta lattaga o'rab bor, dermatitni ham so'lagini ishqalagan o'zim mollarimga. Dermatit bilan o'sha stomatit kasalligida mollarda mabodogarchilik agar emlatishga ulgurmay qolgan bo'lsangiz, tez molni himoya qilib olish maqsadida 10 ml dan agar vesiga qarab 3 kun oralatib 3 marta qilib qo'ysangiz, kasallik yuqmaydi. Bu juda ko'p klientlarim uyida ham probadan o'tkazganman. Shuning uchun menga birov maslahat bilan chiqsa, aptekaga borsa, klientlarim telefon qilsa, o'sha kun sizga ham aka, bularga nima qilaman, vaksina qildiraymi deganingizda men aytdim. Tegmaganlariga ma'lumot o'rnida xo'jalikda yo mahallada kasallik, o'sha stomatit kasalligi boshlandimi, vaksinatsiya mumkin emas. Chunki vaksinatsiya qilingandan keyin 21 kunda immunitet hosil qiladi organizmda. O'sha 21 kun ichida agar mabodo o'sha vaksina qilingan hayvonga tegib qolsa, kasallik 2 barobar og'ir o'tadi. O'lim holatigacha olib borishi mumkin. Yo'q. Shuning uchun kasallik chiqqan payt mollarda hozirgi kunda hayvonlarni kasallikdan himoya qilib olish uchun zararsiz bo'g'oziga ham, boshqasiga ham bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Men kasallik paytida ham, profilaktika paytida ham ishlataman. To'liq tushuntirib o'tish kerak buni. Albatta. Biz mana bo'ladi deb, endi Instagramda ko'p vaqt yetmaydi-da aka tushuntirishga. YouTube'da bo'lsa bemalol tushuntirib beramiz. Dastim etap bo'ldi. Antibiotik. Keyingi etapimiz antibiotik. Mana bu shpritslar. Yana dezinfeksiya qilish kerak. Mana yangigini olamiz yana. Detox 200. Qilinishi bo'yicha ham, rasxoti bo'yicha ham veterinarga ham yaxshi, hayvon egasiga ham yaxshi. Bir marta qilinadi, yo'riqnomasini o'qib chiqsangiz, bir marta qilinadi. Zarurat tug'ilganda 72 soatdan keyin qayta qilish mumkin degan joyi bor. Lekin bir marta qilganda o'zi ham cho'tka effekt beradi. Hozir bularga 20 ml dan muskulorasiga qilamiz. Mana Nitox yaxshilab ko'rsatishingiz mumkin. Quyuqroq bo'larkan. Yo'q, quyuq. Tarkibida o'sha yog'da eruvchi antibiotik. Ozgina qilingan joyda abses hosil qiladi. 3 kundan 5 kungacha bo'lgan surogida qaytib ketadi. U vahimali joyi yo'q. Ham inyeksiya qilingan joyda ozgina og'riq paydo qiladi, lekin davolashi bo'yicha juda zo'r. Bu muskulorasiga, bu tomondan Dastim qildik, bu tomondan mana muskulorasiga yengilgina o'z dori ketayotganda tepsinib qoladi hozir. Ya, uncha ta'sir qilmadi bunga. Bo'ldi. Bir xillar so'raydi-da. Detox preparati 10 kilo tirik vazniga 1 ml berilgan. O'zi aslida bu mollar jivoy besiga bir 260-300 chiqadigan bo'lsa, 25-30 qilinish kerak. Lekin ishlanishi bo'yicha 20 ml dan ko'p antibiotik organizmga kiritilsa, jigar qiynaladi. Jigarga nagruska keladi. Shuning uchun 200 kilodan vesi ortiq mollarga ham 20 ml qilsangiz ishlaydi. 20 shart emas, 30, 40 bir xil joylarda ko'ryapmiz, 50 grammgacha urib o'ryapti. Molni jigarni rasvo qiladi. Bu yil qo'lga ilinmayapti-ku bungiz. Jamshid aka, dumini ushlab turasizmi? Molingiz bo'lsa-yu, shunaqa bo'lsa, sal qo'rqitmay boraman. Opa, bo'ldi. Chiroyliligini qarang, ko'z tegmasin. Bu o'sha o'smay yotganda super amino bilan bunga immunoparazitdan Dastim qilingan bu ham. Xudo xolasa, mana bitta rezultat. Endi ko'p joylarda
Sanjar aka qaradi. Ish qilamiz-da Turg'un aka. Instagramga ham qo'yamiz, bu ishni qilsangiz bunaqa bo'ladi, bu ishni qilsangiz bunaqa bo'ladi deb ma'lumot qo'yamiz-da. Hamma keyingi holatini qo'ying, keyingi holatini qo'ying deydi-da. U joyga borib keyin yana rezultatini olib biz to'g'risi vaqt yetmaydi-da. Sizga o'xshaman, o'zingiz eslatmagansiz, hozir men esimda yo'q, bunga suyak buzadigan urganimiz, boshqa qilgan. Shuning uchun berilgan ma'lumotdan Instagramdan, YouTube'dami biz o'zimiz haqiqatan ishlatadigan, rezultati yaxshi preparatlar chiqaramiz. Ishonch bilan ishlatsangiz bo'ladi. Albatta. Rezultatni qo'yishdan oldin o'sha joyga yana qaytadan borsak qo'yiladi, bormasak qo'yilmaydi shu. Chunki iloji boricha o'zingiz aytasiz, bormaslikka harakat qilaman deyapsiz. Menga Jamshid aka, unga ulgurishimiz kerak. Qaysinga? O keserva qilingan sigir bor edi-ku. Begzod aka bilan keserva. O'ldi deyapti, yurasan hamma. O'ldi, ketdi, bo'ldi. Nima qilardik, molni qiynab dedi. Telegramda videosini ko'rsatdim. Egalari yaqinda video tashlabdi. Aka, mana sigirning holati, bolasi o'sha qorniga o'zi bilan yarmicha bo'lib qolibdi. Yo'q. Shuni Instagramda kommentariyangizni o'qidim. Odamlar rezultatini qo'ying, mol o'ldimi, yo'qmi deb. Shunga borib bir Instagramga qo'yib ko'rsatishimiz kerak. Bo'ldi. Uni ham borib ko'rsatamiz, xudo xolasa YouTube'ga ham, Instagramga ham. Xo'p, hozir 3-chisimi, 4-chisimi bu? 3-chisi. 3-4 kun bo'ldi, ozib qoldi bechara. Bechara. Endi kasallik yengil kechmaydi aka. Agar bu oddiy shamollash, bakteriyalniy bo'lganda mayli, bu virus bilan kechuvchi. Yemishdan qolyapti-da, shuning uchun ozib. Ha. Joyiga tushadi aka, hamma sekin-sekin. Ha. Jamshid aka dumiga yordam. Bo'ldi aka. Muammo yo'q. O. Ehtiyot bo'lamiz. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Dumini qo'yib olmayapman aka. Sizni kutyapmanmi? Tik. Yaxshigina kino bo'ladi hozir bo'lmasa. Turmasa, iloji boricha tortishga harakat qilaman. Hoppa. Necha qo'rqitib yoribmiz-da. Endi sizlarga savol, 7 million pullaring bor. Sizlar mana shu kasal bo'lgan molni shartta ko'zni yumib ovoralarmidlaring yoki yo'qmi? O'zimga ham telefon qilib Xorazmdan akamiz so'rashdi. Aka, bitta semental bor ekan, olsam bo'ladimi yo'qmi? Kasal ekan, egasi sotaman deyapti. Yarim puliga deyishdi. Men endi aytdim, aka, tavakkal o'zingizdan, cho'ntagingizdan pul chiqarib olib turib, biz lecheniya qilsangiz, xudo xolasa, samarani ko'rasiz degandim. Mana xuddi o'sha akamiz molni olishgan aka. O'zingiz qolganini tushuntirib bering. Buni hozir sizlarga gap nima haqida ketayotganini aytib o'tamiz. Bu kasaldan tuzalgan molimiz. Mana shu ko'rsangiz, mana oyog'ida qoldi yaralari. Mana shu yerda. Narigi tomondan olsangiz ham ichkari tomonda bor. Faqat harakat joyida bo'lgancha yarasi bitishi sal qiyin bo'ladi. Belidagi minorlarni olsangiz bo'ladi, Sanjar aka. Hozir buni nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, hammasini tushuntirib o'taman. Belda yarilib, yorilib, hammasi zo'r. Endi bu molni nimaga oldiga keldik, nima vaziyat bo'ldi tushuntirib o'taman. Bundan где-то bir 20 kun oldin bu mol ham o'sha stomatit kasali, og'izlari uvilib, og'zi ko'pirib yotuvdi. Tuyoqlarning orasigacha yara bo'lib, ham ikkinchi dardi bunda dermatit boshlangan. Ikkita kasallik mana shu molni organizmda kechayotganida egasi buni xullas kasal bo'lishidan bir hafta oldin bozordan 13 million 600 ming so'mga olgan. 13 million 600 ming so'mga olganda moli kasal bo'lib qolgandan keyin bitta ikkita veterinar chaqirgan, xullas bu degan bunaqa bo'lgan, bu deb xullas davolashga o'xshamagan. Men bu yomonlashda emas, davolash ishi samara bermagan. Keyin bu boshi qotib turganda mana shu hozir turgan xo'jaligimiz egasi hozir ishda ekan, egasidan so'rab kirdik, molni syomka qilib olaylik, auditoriyaga ma'lumot o'rnida deb. Egasi meni Instagramda ko'rar ekan, bu molni olgan akamiz. To'xta shu o'zimizni bu Bo'kani hozir Yaxshivoy tepa degan qishlog'i. O'zimiz Bo'kada sentrda Abduvohab degan bola bor, shu davolayapti ekan deb meni nomerim topib, bunisidan telefon qildida, o'zi bunga meni o'rtog'im moli kasal deb olib bordi. Aka, o'rtog'im moli kasal, qiynalyapti. Shuni yordam bering deb turib, o'zi borib meni olib keldida, molni ko'rsatib turib, egasiga tushuntirayotgan joyimda, aka, moli shunaqa kasal, shunaqa holatda deb aytayotgan joyimda Jamshid aka. Egasi ozgina sal qiziqqon odam ekan, menga shunday gapni aytdiki, molim o'ladimi, o'lmaydimi, shunisini ayting menga dedi. Aka, men o'zimni qachon o'lishimga garantiya beraman, sizning molingizga nima garantiya beraman dedim. Xullas, u bo'ldi, qarasam kelishib olmas ekan, aka, mayli, men molga qaramayman dedim.
O'rtog'iga aytdi, "Ol molni" dedi, "Sen sotaman" dedi. "Xohlasang so'yib yubor" dedi. "Xohlasang mana agar shu bolaga ishonayotgan bo'lsang, tuzattir" dedi. O'rtog'iga o'rtog'iga ham jahl qildi. Xullas shunaqa vaziyat bo'ldi. O'rtog'i aytdi, "Ha" dedi, "Nech pulga berasan" dedi. 7 millionga ol dedi. Men 5 million dedi. Shunda 13 dan ayirsa, 6 million 600 ming ziyoniga sotdi. 7 millionga olib berib yuboraman dedi. Ustiga pul qo'shib boshqa olaman dedi. O'rtog'i ko'zim oldida baraka qildi-da, shunda 7 million so'mga olindi mana shtani 20 kun oldin. Buzoqni puli ham emas. Buzoqni puli ham emas. Eti zo'r turibdi. Ikkalasining uyini oralig'i 200 metr. Uni uyidan molni yetalab olib kelib shu molxonaga bog'ladi. Biz o'zimiz o'sha dermatitga davolash sxemamiz bo'yicha davoladik. Hammani stomatit ketyapti. Biz faqat bu yoqda bitta narsani o'zgartirdik. Deksamid degan preparatni o'rniga faqat furatsimidni ishlatdik. Chunki ikkita kasallik kechayotgan paytda deksametazon qo'llash sal xavfliroq, molni og'ir ahvolga tushirib qo'yishi mumkin. Qolgan licheniyamiz bo'yicha bir chekkadan aytaman, panflamin qilindi bunga, askarbinka qilindi, o'sha sefifurdan qilindi, keyin dastim qilindi, keyin og'riq qoldiruvchidan diklavab qilindi. Ana o'sha preparatlar bilan molni xudo xolasa Xudoim shifosini berdi. Ikkita kasallik kechayotgan joyda kasalligidan olib chiqish nasib qildi. Mana hozir egasini o'zi xursand. Faqat kasallikdan keyingi bezlar yorilgani, oyog'iga ham toshgan edi. Oyog'idagi mana o'sha chandiqlar harakat joyi bo'lgani uchun bitishga sal qiynalyapti. Lekin mana o'sha egasi bunga yem berib boquvdi boshlagan. Bir 2 oy, 3 oy yemlasa, xudo xolasa buni so'ydirib bemalol go'shtni ishlatsa bo'ladi. Zo'r. Mana shu ma'lumotni, mana shu ishimizda bo'layotgan jarayonni ko'rsatish uchun hozir shu qishloqqa, Yaxshivoytepa qishlog'iga ish bilan kelib qoldik. Uyini oldidan o'tayotib, auditoriya uchun ma'lumot o'rinda deb to'xtab hozir shuni syomkasini sizlarga ko'rsatyapmiz. Molni holati mana axlat kelishlari zo'r. Bu yemasdan polni yotib qolgan edi. Turg'izsa uzoq 10 minutdan keyin yotib olyapti, holi yo'q edi. Bu yog'i xudo xolasa mana o'sha bizni sxema bo'yicha davolanishi. Bundan oldingi videolarda ham o'sha stomatitni davolash bo'yicha qo'yib boryapmiz-ku. Tushadi, dermatitga ham tushadi. Faqat antibiotik farq qiladi. Agar bu yoqda ikkita kasallik kechayotgan bo'lsa, sefifur ishlatdik. Stomatitni o'zi kechayotgan bo'lsa, nitox 200 ishlatdik. Lekin mana shu 7 millionga sotilgan molimiz hozirgi kunda o'zini narxida, molda narxi oshishi hisobiga baribir o'zini narxidan ham balandroq. Menimcha bu 14 dan qimmat ketadi. Shunaqa? 14 million so'mdan qimmat bu. Ichi boqib buni so'ydirishar ekan. To'g'risi, o'sha yerda shunaqa vaziyat bo'ldi. Egasi bu mol tuzalmaydi, baribir sotib yuboraman, oladigan odam bormi degan o'rtog'i ozgina hurmatini qilib andisha qilib turdi yonida indamay. Indamay turibdi-da, men o'zim pulim bor, olib qo'yardim. Mana shuni olib borib turib uyimda davolab olishga ham aqlim yetardi. Faqat doktor davolashni o'rniga molni o'zi sotib olib ketyapti ekan degan gap bo'lmasligi uchun men veterinarmanmi, o'zim ishimni qilay deb savdosiga aralashmadim. O'rtog'ini o'zi ko'zim oldida sotib oldi. Mana o'rtog'ini uyida shu mol tuzaldi. Shu ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun mol kasal bo'lganda yoki birorta holatga tushganda qaror qabul qilishga shoshmang. Yoki o'sha dermatit bo'ladimi, stomatit bo'ladimi, Alloh shifosini bersa Allohga oson. Faqat sababini to'g'ri qilish kerak bo'ldi. Mana molni holati. Biz endi keyingi vizitga boramiz. Dorilar qani? Dorilar ki. Nima bo'lgan Abduvohab aka? Dermatit? Ha, dermatit bo'lgan. Ammo ozib ketibdi, yomon. O'zi ozg'in edi bu. O'zi ozg'inmidi? Suyab qo'yadi. Mol bozordan suyab qo'ysa turadigan mol. Shunaqaga o'xshab qopti. Davolanganmi bu? Kurs licheniyasi tugaganmi? Bugun oxirgi kun. Ha, bugun oxirgi kun. Prosta egasiga 3 kunlik polni qilib 2 kunligini o'yish qilib turasiz deb tashib ketdim dorilar. Ha. Hozir o'sha ish bilan kelganimiz uchun shu yerga o'tib mashinani bitta qilib ko'rsatib beramiz sizlarga. Yaqinroq ko'rsatinglar. Sanjar. Ie. Ishlarni ko'rib turibsizlar. Pastlarda mana ishgan mol ozg'in Bo'pti, yangi tortaman. Unchalik sezilmayapti. Kecha ham o'shanaqa bo'lib qolgan ekan. Chaqatdingizmi? Yo'q, kuchli. Beraring. Kuchli, sal yaxshi bo'lib qolgan o'zi 5-kun oxirgi kunda mol tuzalish paytiga kelgan. Hozir adashmasam og'riq qoldiruvchi sefur qilamiz. Abduvohab aka, qaysi nima qilamiz hozir? Xo'p. Bu molimiz o'sha dermatit bo'lgan. 5-kurs licheniyasiga. Bugun 5-kun licheniyasi. Mendan oldin ikkita doktor kelib buni kana kasal bo'lgan degan. Keyin licheniya qilgan kana kasaldan tuzalmagandan keyin aka buning sariq bo'lishi mumkin degan. Xullas, ehtimoliy nima deydi fikrlar bilan licheniya qilgan.
Lekin bu mol dermatit mana ko'rib turibsiz. Keyin akam uka shunaqa deganda molni kelib ko'rdik, dermatitligi. Ishib yotdi bu oyoqlari ishib. Faqat bunga hozir lichenadan qildik o'sha dermatit bo'yicha. Bunga Diklavab ishlatmadingizmi degandiga mana Flunex ishlatdim bunga. Chunki buni o'pkasida ham yallig'lanish kuchliligiga Flunex o'sha nafas yo'lida yallig'lanishga ham yaxshi kirib boradi. Ham og'riq qoldiradi, ham mana Flunexdan hozir yana 5-kun lichenasini qilamiz. Lekin molni ushlang. Flunex bilan Sephur qilamizmi bugun? Dastim. Ha, dastim qilamiz. Ha. Ya'ni og'riq qoldirib, moldagi og'rig'ini qoldirib, immunitetni ko'tarish, ya'ni kasallikdan tezroq chiqarish maqsadida dastim qilamiz ekan. Aka, bu molni semirtirishga iloji bormi? Kasallikdan chiqib olsa. Chunki bilmadim, holati. Temir yo'q ichida. Yo'q, oshqozon toza, metallga tekshirganmiz. Mol o'zi avvaldan eti past bo'lgan, kasallik hisobiga baribir yana og'zida. Buni hozir yaxshi ovqat yeyolmayotganini egasini o'ziga ham tushuntirganman. Ko'rsatishingiz mumkin. Jag'lariga ham bez toshib ketgan. Bu kasal o'z og'riq bilan o'tadi. Ozuqa yeyish uchun tomoqlarni tagiga ham toshgan. Yana bitta menga qarab. Hayvonda jag' sohasiga toshganda ovqat yeyolmasligidan ishtaha bo'ladi, ko'p yeyolmaydi, ozgina yeyib to'xtab qoladi. Sababi bu bez toshganda hayvonda butun og'riq o'tadi badanda qaqshab. Jag'iga toshgandan keyin 2 barobar, chunki og'izni ochib yopishga jag'da muskul qatnashadimi? O'sha muskul ustida bez toshib yotibdi. Shuni hisobiga og'izni ochib yopganda og'riq bo'lishini hisobiga ko'p yeyolmaydi. Ozgina yeydi, to'xtaydi. Xullas, hayvon kasalliklardan o'tib, og'riqlar qolgandan keyin sekin-sekinlik ishtaha tiklanadi. Eti masalasi bo'yicha eti o'zi pastroq edi, kasallik hisobiga yana oz edi. Lekin hayvon o'lmadi. Endi mana shu dermatit bo'yicha bitta savolim bor, chunki o'zimga telefon qilib so'rashyapti. Dermatit bo'ldi mol, qaytdi, yaxshi bo'lib ketdi deyapti, lekin oyoqdagi ishish hali ham bor. Qaytmayapti ishi deyapti. Shu o'rinda aytaman, badandagi shishdan ko'ra oyoqdagi shishlar, bu o'sha kuni oyog'i mana nisbatan bor hali ham. Mana nisbatan bor, lekin dumaloq bo'lib yotuvdi. Oyoqdagi shish bo'ladigan bo'lsa, birdan qaytmaydi, chunki oyoqdagisi og'irroq, shishi qaytishi qiyin. Bundan oldingi videoda ko'rdingiz, hozir ko'rsatdim, bundan oldingi videoda G'unajinniki oyog'idan ishib ketdi oyog'i. Bir 3 ta oyoq keladigan darajada yurolmay qoldi mol. Uniki mana 20 kun deganda endi qaytyapti. 20 kun deganda qaytyapti. 20 kun deganda buniki lekin u darajada xavfli emas. Orqa oyoqdan mana shuni o'zdaydi. Mana og'riq bor lekin mana. Shular sekin-sekinlik, oyoqdagi shishlar juda sekin qaytadi. Antibiotik unaqa narsa qilish kerak emas. Buni aytyapsizmi? Mana yoqlariga ham shish bergan. Qilingan lichenani hisobiga mana tush taglariga ham nima qilibdi. Oldi yoqlarda ham, bu yoqlarda ham bor, lekin unaqa kuchli emas. Lekin mana ko'pchilik aytadi, lichena qilishni boshlagandan keyin molda badani bez ko'payib ketdi deydi. Shunga bitta joy aytaman, o'zimiz ham kasal bo'lsak, shamollab qolsak, antibiotik olamiz, tabletka ichamiz. Kasalimiz bir ko'tarilib, keyin davolanadi. Bunga ham lichena qilinishni boshlaganda kasallik bir qo'zg'aydi organizmda. Organizmga ko'chadi, keyin u davolanish formasiga o'tadi. Bu mana o'sha kuni bezi bunaqa ko'p emas edi. Jag'ida, bo'yinlarida bitta ikkita bor edi. Lichenani boshlaganimizdan keyin biqinlariga, qorin tagiga toshdi. Bu endi sekin-sekinlik bilan hayvon bu kasallikdan chiqib boradi. Zo'r. Ha, Flunex qildik. Endi dastim immunitetni ko'tarib, kasallikdan tezroq chiqarish maqsadida. Hozir og'riq qoldiruvchi qilgandan keyin ikkinchisiga dastim. Bu ham o'sha temperatura hisobiga ozgina qiynalgan, ko'p qilish mumkin emas. Eti pastligining hisobiga 5 ml. Bu kasallik qanchadan qancha odamni yuzini ko'rsatdi, qanchadan qancha odamni qanaqaligini ko'rsatib qo'ydi desak ham bo'ladi bemalol. Chunki o'zimiz bu holatda bo'ldik. Alamzadani ustida video ham chiqarmoqchi bo'ldik. Xorazmdan kelgandan keyin keng deb Abduhob akam ikkalamiz kelishib video chiqarmadik. Sababi biz orqamizdan keyin Xorazmdan kelgandan keyin chaynalganlar ham bo'ldi, boshqa qilganlar ham bo'ldi. Alamimni ustida bitta gapirib olay aka. Eng qizig'i haligacha aytamiz. Biz o'sha yerda, o'sha hududda yurganimizda o'sha gaplarni ayta olmagan, o'sha narsani yoza olmagan.
bo'ladi. Gap chaynolmaganlar, kiyganimizdan bilganing uchun biz bu yoqda Toshkentda video chiqaryapmiz. Uydaligimiz bilib turib, sraz kommentga kirib turib, qo'ygan videolarimizga negativ yozishni boshladi. Agar shu darajada aqllaring butun bo'lsa, biz xalqda ald etganimiz yoki ishlatayotgan dorilarimiz foydasi yo'qligini isbotlab bera olsalaring, hali ham aytamiz, kelinglar. Bu katta gapirishda emas. Yoki o'zlaring birorta rezultatga olib chiqib ko'rsatinglar. Agar sizlar rezultatga olib chiqa olganlaringda biz u yoqqa bormas edik. Endi bu hammaga tegishli emas, chunki davolayotgan keldi yonimizga, aka, men davolayapman, sizlar sxemalaring bo'yicha men ishlayapman dedi. Lekin mana shu bu aytayotgan gapimiz negativlarga. Negativ, o'zing bitta avval rezultat qilib qo'y, keyin biz ishimizga munosabat bildir. To'g'ri. Biz o'sha aytganmiz, hech kimga katta gapiramiz, shifo Allohdan, sababini to'g'ri qilsak, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi deganmiz. Shu kungacha yaxshi bo'lib keldi. Xudo xolasa bundan keyin ham yaxshi bo'lib ketadi. Chunki biz faqat o'zimiz emasmiz. Aytib o'tganimizdek ustozlar bor. Ustozlar bilan maslahat qilib, keyin qilinadi hamma ish. Antibiotik masalasi bo'yicha o'sha Sefifur. Sefifur. O'sha firma, Keksin firmaniki. Gap yo'q, ammo Xorazmda ham zo'r ishlab berdi. Polni Xorazmda shuni ishlatdik. Narxi masalasi bo'yicha ham boshqa Sefurlardan ko'ra ancha arzon, effekti bo'yicha ham zo'r. Zo'r ishlab berdi. Xorazmda ham juda ko'pchilik sizlar aytayotgan ukol dorilaringga o'zi 500 ming bo'lib ketadi-yu dedi, lekin bilishmaydi. Biz ham effekt beradigan, ham arzonroq, xalqning foydasini o'ylab arzonroq dori sizlarga ko'rsatdik. Sefur teri ostiga. Xudo xolasa bugun lichenaning oxirgi kuni. Flunex muskulaga, Dastin muskulaga, Sefifur podkoja, bundan oldin 3 kun Pamflamin bilan Askarminka vena qon tomiridan jo'natilgan. Qolgan kursi bo'yicha hammasi yana to'g'ri qilindi. Bunga yana qo'shimchasiga qilish mumkin. Furatsimid tanadagi shishlarni qaytarishga. O'shalar ham endi sekin-sekin etap-etap qilinadi holatiga qarab. Bo'ldi. Endi Xudo xolasa keyingi vazifamizga boramiz. Atala qila olmayotgan akalarimizga mana Wi-Fi. Qaysi mol? Nimanidir qaynatib berishyapti ekan, nimaligini bilmadim. Mana yoqda hozir ko'rsatamiz. Metal detektorni oldik. Nomi? Hozir metal tekshiramiz. Mol, simiq yeb qo'yganini ko'ramiz hozir. Mol kaltaga ushlang. Mana shumi? Opa. Iya, ona nimadir. Oho. Ko'p emasmi? Vosh tillab tashlayapti. Aka, buningiz tomiri ham ishibdi, yurakka o'tganga o'xshaydi. Mana. Tortsak bo'lmaydimi yurakka? Yo'q, mana. To'lib yotibdi ichi mana. Juda ko'p emasmi? Orqa tomonlar toza. Mana shu mana to'rt qorin to'lib yotibdi ichi. Bilaman bu. 4 ta bormi, 5 ta bormi bunda? Bu to'rt qorindagini olish qiyin aka. To'rt qorinda o'zi alohida yo'li bor, uning ichiga magnitni zon tushirish qiyin u. 10 tadan bittasi. To'rt qorin kichkina qorinmi? Bu yoqda Qardaga o'tgan deydi. yurakda tagida turadigan kashulikka o'xshagan joyi bor. Bunday qorinni yorganingizda asallarning iniga o'xshab katak bo'ladi. O'sha xaltacha bor. Shuni ichiga tushib qolgan bo'lsa, endi qanaqadir bir tasodif bilan uning ichiga magnitni zond kirib qolmasa, foydasi yo'q. Ham yurakda tagida. Buningizga o'zim maslahat berishim mumkin aka. Manaqa magnitni o'zini yutqizish kerak. Chunki u oshqozonni dumalab yurib o'sha to'rt qorin ichiga tushib botayotgan narsani o'ziga yopishtirib molni og'riqdan olishi mumkin. Lekin molingizni tomiri ishgan, bu xansilayotgan, yo'talayotgan bekor emas, o'sha metal o'sha oshqozonda teshib, diafragmadan o'tib ichki go'shtdan o'pkani tirnayotgan bo'lishi ham mumkin. Hozir men buningizga faqat magnit tashashni tavsiya qilaman, lekin unda ham imkonsiz. Yurakda tagi shunday to'lib yotdi. Ammo sanchilgan narsani keyin tortib qo'ysa-chi aka, nima bo'ladi undan keyin? Yurakka o'tib ketadi-ku, ilmak pardada turgan bo'lsa torta olmaydi. Yo'q. Tortib olgan taqdirda ham
Mana g'alatilik bo'lmaydimi? Yo'q, mana shunaqa vaziyat bo'ladi-da, qarang. Oshqozonni nariyog'ida turgan bo'lsa, magnitni zond yutqisaga magnit tashlasak ham, unda molga ziyoni yo'q. Lekin to'r qorindagi narsaga, shu sohaga yaqin turibdimi, magnitni zond yutqizilganda ko'pini emas, bir xil mazasi qochib qoladi. Chunki haligi metal mana oshqozon bo'lsa, sanchilib turgan bo'lsa, orqa tomonni magnit qimillatib o'ynatishning hisobiga bu yoqda travmani ko'tartirib yuboradi. Bir hafta 10 kundan keyin molda issig'i chiqib mazasi qochadi. Peritonit boshlanadi molda. Hozir buningizni bitta yo'li yo operatsiya qilib qorinni ochib turib ichkarida vaziyat ko'rish kerak, yo endi o'zim maslahatim, siz buni bari semirtib so'yasiz, to'g'rimi? Agar eti pastroq bo'lsa ham, joiz bo'lsa so'ydirib olsangiz, men hozir sizga ishonch bera olaman, bu to'r qorindagini olib beraman yoki zo'r bo'lib ketadi deb. O'zingiz aytib turibsiz, mol entikayapti, qansillab borib kelyapti deb. Nimadan? Hammasi og'riqdan. Yeb ichishi zo'r. Yeb ichaveradi. Yeyapti. Yeb ichaveradi, lekin qaltirab qolyapti. Suryaptimi deyman. qo'lingizga zirapcha kirib qolsa ham ishni qilib yuraverasiz, lekin og'riq berayotgan o'zingiz bilasiz-ku. Operatsiya qilsa tortib olsa bo'ladimi? Ko'ryapsizmi, tilini chiqarib? Aka, o'sha maslahatim bunga o'sha magnit tashlash mumkin. Faqat keyin ko'rsatadi vaziyatni, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Tortib oladimi? Yo'q. Agar teshib o'tgan bo'lsa tortib ololmaydi. 100%. Hozir ko'p so'ygan mollarimda hamda qorin bilan borib qolyapti-da, qorindan o'tib ketmayapti. Xo'p. Lekin teshib chiqib turibdi. Baya qorinda turibdi, miqti galopkalari bu yoqda ko'p so'ygan mollarda shunaqa chiqyapti. Xo'p. O'zingiz aytib turibsiz. Balkim o'shani qorindan tortib olsa bo'lmasmikan? Siz o'sha holatda o'zingiz qo'l bilan tortib ko'rdingizmi, qanaqa qattiq yopishib qoladi o'shda zanglab. U magnit uni masalan tortib oldi ham deylik. Tortib olgan taqdirimiz ham hozir men buningizga yutqizaman, 300 ming 400 ming pul olaman ichini tozalab berganimda, lekin 2 kundan keyin mol issig'i chiqib mazasi qochadi. Nimaga? Oshqozonni teshib turgan metalni tortib olishimiz hisobiga oshqozon tagida teshik hosil bo'ladimi? Oshqozondagi suv qorin bo'shlig'iga oqib peritonit bo'ladi mol. Oxiri bari pichoq bo'lyapti. Agar pulingizni olish maqsadim bo'lganda, sizga hozir aka yutqizish kerak, zo'r bola ichidan ikkita simni chiqarib berib turib, sizga bo'ldi aka, men zo'r bo'ldi deb turib pulingizni olib ketsam bo'ladi. Bu nima qilaman yolg'on gapirib boshqa qilib? Hozir yeversa semiradimi? Ha? Yeversa. Endi u ichidagi og'rig'iga bog'liq. Agar seryozni joyiga botib turgan bo'lsa, mol hech qachon semirmaydi. Agar o'sha holati bo'yicha ozgina chidaydigan bo'lsa, et olishi mumkin. Maslahatim aka, o'sha magnitdan tashab ko'rish kerak, lekin shunda ham o'zingiz aytasiz. Operatsiya qilsa qanday bo'ladi? Aka, operatsiya qilsa ham, agar o'sha teshib turgan bo'lsa ham, o'sha magnit tortgan narsani qo'lim bilan ham tortaman. Baribir molda oxirisi tang bo'ladi. Tilini chiqaryapti. Tilini chiqaryapti. Mana bu jaydari buqalarni qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tadan ziyod ekan bu yoqda. 12 tami? 12 ta. Bu yoqda buzoqchalar, narigi tomonda esa sigirlar. Hozir biz Piskentga keldikmi aka? Ha, Piskent tumaniga. Piskent tumaniga keldik. Ancha yo'l yurdik. 1,5 soat 40 minutcha. Piskentga ham chiqaverasizmi aka? Endi qaraganda mana shu joyda aytaman. Sizni kanalingizga ikkalamiz mol tanlash bo'yicha, ularni parvarish qilish bo'yicha, bo'rdoqiga buqalar tayyorlash bo'yicha video qo'yganmiz, amaki kuzatib borar ekanda. Bu xo'jalik egasi. Bo'kaga o'zi meni qayerdanligimni o'zi ko'pchilik bilmas ekan. Men Toshkent viloyati Bo'ka tumanida yashayman. Meni boshqa joydan vodiyligimi deb o'ylar ekanda. Xullas Bo'kaga apteka doriga borib qo'ygan akamni ko'rgan. Akam savdoda turadi. Akamga qarab aytgan, sen shu Abduvohib degan doktorga qarindosh emasmisan, mabodo deganda ukam bo'ladi-ku degan. Xullas shunaqa qilib akamdan nomerim olib telefon qildi. Uka, men seni YouTubedan kuzatib yurardim. Hozir aptekangga bir kelib qopman, adashib dedi. Bu seni dedi aptekang ekan. Xullas uka, shunaqa, men o'zim fermerman, ham chorvam bor dedi. Shunga agar nima qilsa, o'zing o'sha aytganingda qilib, qani menga ham rezultat ko'rsatib ber dedi. To'g'risi bunaqa uzoq joyga, uncha-munchaga vizib olaverman, chunki o'zingiz bilasiz, Bo'kanchidagi vizibdan bo'shashga vaqt bo'lmaydi. Lekin shu YouTubedan ko'rib, shunchalik ixlos qilib, telefon qilib turib, mana 12 ta buqasi bor. 12 ta buqani aytdi, uka, seni ixtiyoringga topshirdim dedi. O'sha profilaktikasi bo'yicha boshqa o'zingni dedi, sxemangni qilib ber. Men ham ko'ray dedi. Shunga o'zaro hurmati uchun, shunchalik ishonch uchun biz erinmasdan keldik va bu xo'jalikda ham hozir qay tartibda nima qilamiz, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Albatta. Hozir biz bularga bo'rdoqi buqalarga
Xo'p, polivit Super qilamiz, amino. super amino qilamizmi? Super amino. Super amino qilar ekanmiz. Nechta ketadi? 12 taga aka, taxminan. 12 taga bo'lsa 20 grammdan uramiz bittasiga. Aha. Shunda 2 ta flakon 10 tasiga ketsa 2,5 ta flakon ketadi. 3 ta oddiygisi bilan 3 ta oldim mana. Hop, ichki tashqi parazitiga uramizmi? Ha? Ichki tashqi parazitiga. Albatta mana. Immunoparazit ham bor, Parazitdan ivermek bor. tashqiga. Mana bitta yetmaydi-da immunoparazitdan. Mana shular bemalol ko'rishingiz mumkin. Buni hozir har bittasini qo'llanishi afzalligi bo'yicha ham tushuntirib o'taman. Dorilar tayyorlab oling. Bir xilgilar aytadi-yu haligi faqat shular ukol dori qilasizlar, boshqa narsa qilasizlar. Faqat ukol dorini reklama qilasizlar. Endi ishlar doktor bo'lgandan keyin ukol dorini qiladi-da, aka nima qiladi? Ya ha otam, ha. Nima bo'ldi? Davolamaydi, to'g'rimi aka? Nima deydi? Veterinar bo'lganimizdan keyin dori-darmon bilan ishlanadi. Tabib bo'lganimizda hali aytganda, otam bo'larmidi bu yoqda? Ya tabib emas-da. Hammani o'ziga yarasha dunyoqarashi bor, fikrlashi bor. Albatta. Negativ bildiradigan inson o'layotganda og'ziga suv tomizsangiz ham, nega tomizasam tiqilib qoldim deb ham, o'sha o'layotgan paytda ham aytadi. Mana shu общий preparatlar bo'yicha ishni boshladik. Aka boshiga arqonni solib turib tortasida. Ha, o'shanaqa tortib turma, tepadagi xariga o'rab turaverasiz. Jamshid aka, siz bilan olib turaverasiz. Mabodo bo'rdog'iga buqa boqsangiz, shu ukol dorilarda hech qanaqa bizda yashirish yo'q, ko'rsatish hammasini. Hozir qayerdan qilinishgacha ham aytib o'tamiz. Albatta. Aka birinchi torting, birinchi tortib olsangiz, keyin olib keling. Orqasidan surib yuboraymi aka? Sal haydavering, yo'qdan tep bo'lmas. Yurchi. Bo'ldi, o'rab oling. Xo'p. Bemalol tushuntirib o'taveramiz. Albatta aka. Birinchi mavsumga qarab, hozir ko'pchilik so'raydi, Instagramda ham yo boshqada ko'chada klientlarim so'raydi, YouTube'da ham yozadi, kommentariyani o'qib qolaman. Kuz keldi, hozir qanaqa ishlov qilish kerak? Hozir nimani mavsumi deydi? Kuz fasli parazitlarga boy fasl. Har qaysi hayvonning hozir parazit bilan muammosi bo'ladi. Parazit masalasi bo'yicha hamma har xil albendazol beradi, boshqa qiladi, u yoq qiladi, lekin hamma nima qilinsa ham maksimal 2 oy, 2,5 oy hayvonni parazitdan himoya qilib turib, keyinchalik yana ichiga qurt tushishni boshlaydi. Shuning uchun mol boqqanlar buni juda yaxshi biladi. Albendazoldan berib, ukollarni ivermektin, klozantellarni qildirib qo'ysa ham, molni 4 oy, 5 oy boqatda so'ydirganda jigarning ichidan mayda qora qurt chiqadi. U o'sha 2,5 oy nimani kuchi ketgandan keyin endi tushib shakllanmoqchi bo'lgan parazitlar hisoblanadi. O'shanaqa vaziyat ham bo'lmasligi uchun mana salkim 1 yil bo'ldi. Immunoparazitdan ko'rsatsangiz bo'ladi. Bitta molga qilinadigan nimasi o'zi yo'riqnomasi bo'yicha juda kam berilgan, lekin men bu mollarga mana mol boshiga 1 ml dan muskul orasiga qilinadi. Mana qilinish joyi ham. Xohlasangiz bo'yin muskuldan, xohlasangiz nimasidan, mana yengilgina. Mana shunaqa gavdali mol bo'ladigan bo'lsa, immunoparazitdan. Super amino. Ishtahani ochishi, tirik vazn qo'shishini ham yaxshilash. Xullas suyaklar, jaydar tilda aytganda suyaklarni buzishi deydi-ku, o'shanga mana o'zi bu super amino qilinishi bo'yicha bu mollarga 8-10 gram qilinishi kerak. Lekin vitaminda peridozировkasi yo'q. Bizga olayotgan puldan ko'ra klientni keyin safar yana chaqirishi, o'zaro ishonchi kerak. Shuning uchun men har qaysi vitamin ishlatsam peridozировkasi bilan uraman. 10 maksimalni 12 uriladigan molga 20 gram. Ziyoni yo'q. Bu endi vitamin hech qanaqa gormon emas. O'sha narsaga ham bitta to'xtalib o'tib ketsangiz. Hozir ham aytdim, dumini ushlab turing Jamshid aka. Juda. Chunki biz vitamin qilayotganimizni juda ham ko'pchiliklar Instagramda ham, YouTube'da ham gormon qilyapsanlar. Mollarni haligi ukol qilaverib, qoramini chiqarib tashlashding deydiganlar ham bo'lyapti-da. Lekin bu gormon emas, akalar. To'g'ri tushuninglar. Umuman gormonal haligisi yo'q aka, buni umuman super aminoni. Super aminokislota bu o'zimiz yeydigan sabzavotlarda, sitrus mevalarda hamma ozuqamizda bor. Endi hayvonga shu vitaminlar balansini to'g'irlash uchun sitrus meva yoki o'zimiz olma-polmalardan yediring, kuniga 200 mingdan boqasiz. Ozuqasini o'ziga. Xo'p, bu molimiz jivoy besiga 350 kilo keladigan bo'lsa, yog'i 50 kilo tirik vazniga 1 ml ivermektin.
Rossiya Nitofarm kompaniyaniki Ivermectin plus E. E vitamini ham bor. Qilinish tartibi boyagi immunoparazitdan bir hafta 5 kun oralatib 3 marta qilinadi. Super amino ham o'sha grafikda ketadi, lekin bitta afzallik tomoni bu Ivermec, mana shu Nitofarmni Ivermec'ini qilsangiz bitta inyeksiya o'zi yetadi. Qolgan inyeksiyalarda super amino bilan immunoparazitlarni o'zini qilib beramiz. Teri ostigami yo Muskuliga. Bu muskuliga qilinadi. Bir martalik deb yozilgan. Agar hayvonda ozib ketish, qaysidir o'sha ichki parazit bo'yicha kasallik kechayotgan bo'lsa, 8-10 kundan keyin повтор ursa ham bo'ladi deb berilgan joyi bor. Bir marta uriladi faqat. Yo'riqnomasi bo'yicha bir marta qilinadi, lekin o'sha bir marta qilingani hayvonni hayot faoliyatiga ichini tozalab berishga yetadi. Zo'r. Buni ushlab turing. Bosoring aka. Buni yana bitta afzallik tomoni ishirmaydi, abses bermaydi. O'rnlar bir xil Ivermec qilsa tuxum bo'lib qoladi-ku. Bunaqa jarayon bo'lmaydi. Bo'ldi, buniki nargisiga o'tamiz. Xuddi shu tartibda akalar, sizlarning vaqtlaringiz ko'p olmagan holatda xuddi shu tartibda qolgan mollarga ham hammasiga birma-bir qilib ko'rsatamiz. Dorlashibdik, hozir videoni to'xtatib biz ishni qilamiz, bo'lmasa ancha vaqt ketadi. Shunaqa. Keyingi vizitga ham vaqt topib qo'yishimiz kerak. Ivermectin xuddi mana shundan ishlatadigan bo'lsangiz, birinchi inyeksiyada bir marta qo'llaysiz, keyin qilinmaydi. Super aminoni 3 marta, 4 marta qilsangiz ham ziyoni yo'q, 15-20 ml dan. Immunoparazitdan bo'lsa, birinchi inyeksiyada 1 ml, 5 kun yoki 1 haftadan keyin qilinadigan bo'lsa, 1,5 ml, undan keyingi повторga 2 ml. Общий hisoblaganda 1,5-2 bo'lganda bitta molga 3 martalik inyeksiyasiga 4,5 ml immunoparazitdan ketyapti. Immunoparazitlarning afzalligi boya aytmabmiz. 6 oygacha hayvonning ichida bir dona qurt ham qoldirmaydi, tuxumini ham qoldirmaydi. 6 oygacha ichini toza qilib ushlab turadi. Yana bu immunoparazitlarni hozir bu vizitdan chiqib bir akamiz uyda qo'ylar bor. Qo'ylarda qo'llayotganimizda nimalarga yaxshi, nimalar foydasi beradi, hammasini aytib o'tamiz. Bo'lmasa biz qolgan mollarga ham ukol qilishni boshladik. Mana hozir bordoqi bo'yicha shu ko'rsatilgan vitaminlarni, parazitiga qarshi immunoparazitlarni qo'llab bo'ldik. Endi navbat keyingi vizitda endi qo'ylar haqida gaplashamiz sizlar bilan. Mana qo'ylarni xudo xolasa lecheniyasiga ham yetib keldik. Hozir juda dag'dan baqa ko'p yuryapmiz aka. Adam baqa, bag'dan aqa. Yo'limiz ko'payib ketdi. Xudo xolasa sizlarga ko'proq foydali video qilishga harakat qilyapmiz. Hozirgi bundan oldingi borgan vizitimizda bilan buni общий hisobda 60 km chiqadi ikkalasi. Ancha yurib qo'ydik aka. 60 km chiqadi ikkita hozirgi vizit o'rtasida. Chunki Piskent tumanida eng chekka joyi, bu Bo'ka tumanining eng chekka joyi, Sirdaryo bilan yaqin joyi. Hozir bu yoqda o'zi asli tagi andijonlik bo'lgan akalarimiz yaqinda ko'chib kelishgan Bo'ka tumaniga. Ko'chib kelishganining ham sababi chorvaga juda qiziqar ekan. Yerlar keyin bu yoqda chorva qilaman deb. Kelgandan o'zi bilan orqasidan uje qo'y olib kelgan, keyin buzoq olib keldi. Nima desa bo'ladi? Kelganda qo'ylar ahvoli juda og'ir edi. Tamojida bir 3 kun qolib ketgan. Suvsiz, ovqatsiz, o'tkazolmagan muammo bo'lgan. Keyin kelganda qo'ylar juda ko'pi og'ir holatda edi. Hozir bularga o'sha kelganda nima qilindi, hozir nima qilinadi, qo'yxonachiga kirganda ko'rsatamiz. Xo'p, mana xudo xolasa bu yoqdagi ishimizni boshlaymiz. Hozir aytganimizdek, akamiz o'zi yaqinda bir oy bo'lmadi, hali Andijondan ko'chib kelganiga. Shu Bo'ka tumanida chorva qilaman degan. Qo'ylar ko'rsatsangiz bo'ladi. Amaki qarang, o'sha kuni kelganda to'g'risi ancha vahimada edingiz, to'g'rimi? O'lib qoladi qo'ylarim, chunki tamojnining o'zida bular 3 kun qolib ketgan, suvsiz, ovqatsiz, o'sha gruzoy mashinaning orqasida o'tkazishini kutguncha qo'ylar ancha yotib qolgan, nagruzkada burnlari oqib, shamollab. Xullas, hali qo'ylarimdan foyda qilmasdan turib, qo'ylarim o'lib qoladi deb juda tushkun holatda edi. Kelganimizdan keyin o'sha negativchilar yomon ko'radigan o'zimiz shu Dastim preparati bilan antibiotik qildik. Shamollashga qarshi Dastim immunitetni ko'tarib, stressdan chiqarishiga yordam beradi. Amaki o'shanda bu yoqda ukolni boshlaganimizda mana o'g'illari ham biz Instagramda kuzatar ekan, biz qanday topib oldik deydiganlarga, o'g'illari kelishidan oldin yozardi menga, aka biz shu tomonga ko'chib boramiz, xudo xolasa uy oldik, o'zingiz chorvamizga qarab berasizmi deb, kelavering aka, Alloh nasib qilsa ko'ramiz deb gaplashdik. Xullas, ishni boshlaganimizda Dastimni qo'limda ko'rib, o'zingiz ham ishlatar ekansiz degan bir qiziq savolga o'xshagan o'zim fikrini aytdi. Nima siz faqat buni nima Instagramda faqat reklama qiladi, faqat reklama qilib ko'rsatadi. Mana aka so'mkamda yuradi postoyanno deb so'mkamda ham ko'rsatdim. Qo'ylariga qilib berdim. Amaki qanaqa rezultat bo'ldi bularda?
Allohga shukr, hech qanaqa yo'qotish bo'lmadi. Hammasi yaxshi, ishtahalari ochilib, stressdan yaxshi chiqdi qo'ylar. Xudoga shukr, hozir ko'z tegmasin. Hammasi yemoq, ichmog'i, hamma yo'g'i joy-joyida bo'lyapti. Endi mana yana 1-2 xil ukolini qilib beraman deyapti bu ukamiz. Xudo xolasa dalshi yaxshi ishlaymiz. Biz xursandmiz. Hozircha hammasi yaxshi. Xudo xolasa siz o'ylagan narsadan ko'ra ancha yaxshi tomonga o'zgardi. Xudo xolasa. O'sha kuni nima deydi, mayli uka, chorvoq bo'lgandan keyin o'lim bo'ladi peshanadan-da deb o'limiga ham tayyor ezibdi ikkitasini. Ja, qo'rqqan edim men, bir ikkitasi yotib qolib ko'rdiz-ku, o'rnidan Aytdim, turolmayapti. mana buni ham qilganning sababi bu yoq ochiq edi. Men aytdim, o'sha 3 tami yotib qolib turib turolmagani bor edi. Amaki ajratingni bu yoqqa qo'yib qo'ying, sababi sheriklar ustiga chiqib bosib tashlashi mumkin dedim. Siz bu yoqqa ajratib 2-3 kun parvarish qildingiz. Mana hozir hammasi birga turibdi. Xo'p, bu qo'ylar o'sha xuddi shunaqa vaziyatga tushib qolayotgan insonlarga yoki qo'y olib kirmoqchi bo'lgan insonlarga maslahatimiz hozir ish qilishdan oldin. Qo'y olib kirganingizda shamollash alomatlari bo'lib yo zo'riqish, stress holatlari bo'lsa, Dastin preparati hamda Nitox ikkalasini birgalikda kombinatsiya qilib qo'llasangiz, bitta inyeksiyani o'zida yaxshi effekt beradi. Amakimizga ham amaki bitta ukol qilib beraman, zarurat bo'lsa 72 soatdan keyin, ya'ni 3 sutkadan keyin aytasiz deganimda 3 sutkadan keyin telefon qilib, "Uka, qo'ylar zo'r, endi ikkinchi etapini boshlaymiz devding, qo'ylar tugagandan keyin kelasanmi?" deb chaqirdi. O'tgan hafta kelib turib, bularda parazitiga qarshi vitamin terapiyalarini boshlaganmiz. Ularga hozir qo'ylarga ham, mollarga ham ko'p o'sha odamlar kuz sezon kelganda so'raydigan narsasi, qo'ylar tog'dan tushyapti yoki yaylovlardan, adirlardan qaytadi. Nima ishlar qilishimiz kerak deydigan savol tug'iladi. Birinchi navbatda hayvonda ichki tashqi parazitlarni tozalab qo'ysangiz agar, berayotgan har bir ozuqangiz organizmga to'liq so'riladi. Undan tashqari immunitetni ko'tarishi, o'sha ishning suyaklari kengayib, yaxshi o'sishi, yaxshi vazn olish uchun bu yog'iga vitamin qo'shimchalar. Hozir buni ko'rsatib o'tamiz. O'sha vitamin qo'shimchadan super amino ishlatyapman. So'rilishi juda oson. Qo'ylarda abses bermaydi, boshqa qilmaydi. O'sha Ivermek bir marta qilinadi, xudo xolasa bu yog'iga kerak emas. Bu yoqda mana bu yoqqa qo'yib qo'yibdi, immunoparazitan. Immunoparazitanni bitta ikkita Instagramda kontent qilib olib chiqqanimizda ko'pchilik faqat seneroz uchun deb o'ylab qolgan, o'sha miya qurti deb. Immunoparazitan insondan tashqari jamiki qaysi jonzot bo'lsa hammasiga birdek tushadi. O'zini dozasi, tartibi bo'yicha emlab qo'ysangiz, hayvonni ichki parazitlari, tashqi emas, ichki terisidan ichida nechta nimaiki paraziti bo'lsa, hammasini maksimal darajada yo'qotib, undan tashqari 6 oygacha yaxshi effekt berib, immunitet paydo qilib, 6 oygacha o'sha miya qurtidan, jigar ichki qurtlaridan yaxshi profilaktika qilib beradi. Va shu bilan birgalikda qo'ylarni o'sha o'limgacha olib boradigan senerozni ham qo'zg'atuvchisini yemirib tashiydi. Ana shuning uchun buni ko'proq biz qo'ylarga, odamlarda, qo'ylarda ko'pincha senerozdan o'lim bo'lib yo'qotish bo'lgani uchun senerozga deb turib bunga ko'proq e'tibor berganmiz, lekin hozirgi kunda buni bemalol ayta olamiz. Bo'rdoqida buqayiz bo'ladimi yoki ot bo'ladimi, eshakmi, u mushuk kuchingizdan tortib to qo'yingizgacha bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Hozir bo'lmasa bularni qay tartibda qanaqa qilishni ko'rsatamiz. O'zingiz ham ko'rib olib, qo'yingiz bo'lsa yoki qo'y olmoqchi bo'lsangiz, shulardan foydalangan holatda bemalol yaxshi holatga olib kelib olsangiz bo'ladi. Amaki endi men o'zim ishim maqtasam qiladi. Siz ko'rib turibsiz, jivoy guvohsiz. Nima beryapsiz tog'a bularga? Shu donli silos beramiz. Bir mahaliga kepak sepib. Makkani o'tib qo'yganingizni ko'rdim. Makkani yutib, uni kech paytiga qaynoq suvga yutib qo'yamiz. 2 kun, 3 kun oldin yumshoq bo'lib qoladi. Tez hazm bo'ladimi yosh qo'zilarga. Beda bilan nimani mosh poyani qirqib maydalab beramiz kechki ovqatga. Amaki shu joyida agar rozi bo'lsangiz bitta gap aytaman auditoriyaga, juda ko'pchilikka o'rnak bo'ladi. Men o'sha kuni Andijondan ko'chib keldim deb noqilganingizda savol ish jarayonida savol berdim. Siz kelishingizga sabab nima bo'ldi bu tomonlarga desam, men yoshligimdan chorvaga qiziqqanman. Chorva boqmasam men kunlas kunim o'tganday bo'lmaydi. Men chorvaning ichida katta bo'lgan odamman, lekin
u yoqda ham o'sha hovlimda 30 tagacha mana shunaqa sog'liq qo'ylar, qo'chqorlar boqqanman. Lekin qo'ni qo'shni jalba qilaverib, asabga tegavergandan ko'chib kelishga majbur bo'ldim dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun Shahar ichida edi uyim. Shu 5 sotiklik shaharda ichidagi uyimda 30 ta qo'y boqardim. endi nima deydi? Qiynaldim to'g'risi, bunday haydab boqishga, sog'liq, qo'zilar, shular meni buni qo'chqardi. Men bu yerga kelib, mana qishki kuniga sog'liq qilmoqchi edim. Qo'chqor bilan chiqib olsak, bu yerda haligi issiq sovug'iga moslashib olasiz, qo'yni boqish nimasiga. Keyin bahordan xudo xolasa yana sog'liq, qo'zilar qilib Chorvani ko'paytirish, rivojlantirishga astoydil niyat qilgansiz. astoydil niyat qilganmiz. Menga o'sha kuni ko'p shunaqa vaziyatlarda bo'laman. Kimdir mehnat qilib molxona quradi. O'zimizni nima tumanlarda o'sha ko'p joylar odamlarga yangilik emas. Prosta mana vaziyatdan foydalanib aytib qo'yaman. Qo'lingizdan kelsa, yaxshilik qiling. Qo'shningizga mayli agar shunchalik bo'lsa, yemini olib berishing, mehnat qilishsin deb qiziq boshqa lekin boqayotgan odamni turtkilab, mana shu ko'chib kelishingizga sababing qo'ni qo'shni jalba qilavergandan bo'ldi. Shu sabab. Mayli bu tomonga kelganingiz ham har narsada bir hikmat bor-da, yaxshilikka balki bu yerda fermer bo'lib ketarsiz. Bor katta qo'yxonalar qurib. Alloh nasib. Lekin o'sha chorvadorlarni rivojlanishiga, chorvaga qiziquvchilarni rivojlanishiga xalaqit qilmanglar. Endi bizni kuzatadigan auditoriyada hammasi, Jamshid akam kanalda hamma chorvador, qiziquvchilar. Lekin o'sha qiziquvchilar ham tanishlari bo'ladi, asabiga tegayotgan yoki kimnidir taniydi. Shularga tashab qo'ysa, qisman bo'lsa ham ozgina xulosa chiqarib, qo'shnilaringga hadeb ustidan yozib, chorva boqma, jonga tegding, boshqa deb jalba qilavermanglar. O'zim fikrim shu. Qo'llaringizdan kelsa yaxshilik qilinglar, qo'llaringizdan kelmasa indamay nima deydi, tirikchiliklarni qilinglar. Bitta mana hozir yashab turgan joyidan salkam 400 kilometr oshiq joyga ko'chib kelib, mayli bu yoqda xudo xolasa mana biz bilan ko'rishdi, Alloh nasib qilsa birga boshladik ishni. Nasib qilsa bundan buyog'iga Alloh qancha umr bersa, qancha siz chorva bilan shug'ullansangiz, shu xo'jalikda ko'rishaveramiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik bitta sekin qo'ylarimizga, ichki tashqi parazitiga va vitaminlarni qilishni boshlaymiz. Xudo xolos bateriya bo'lmabdi-da. Ko'z tegmasin aka. Bo'lmasin ham. Ya o'sha kuni amaki siqilib qoldi o'sha kuni. Umid bilan keldik endi va shu joyga men bir ikkitasini ko'rib, "Oh" dedim, bular Qo'rqdingiz yo a? bo'lib ketadi, yo Qolib ketadi. bateriya bo'ladi deb nima qildim, yo yaxshi, Allohga shukr. Xudo xolasa mana shu ukami mehnatlari bilan nima qilib, shu maslahatlari bilan qildik. Yomon bo'lmadi, yaxshi. Hammasi ko'z tegmasin, zo'r bu yoq. bo'ldi, mana bo'lmasa hozir kuzgi sezonda qo'ylarga qay tartibda qanaqa ishlar qilinishini ish jarayonida video davomida ko'rsatib o'tamiz. Qani Dilzod akam qani? Keling aka, Keyin o'zi bizni chaqirgan akam ham ko'rsatib qo'ying. Nega kameradan nega uyaladi? O'zi siz meni Andijondan kelmasdan turib, aka biz boryapmiz deb ogohlantirib, straxovkani sizni xabaringiz bormi bilinmay, straxovkalarni qilib, hamma tomon tayyorlab qo'yib kelgan. Gaplashdim o'sha yerda, o'sha dermatitni ham davolabdi bu aka deb. Xudo xolasa borib topaman deb topdi-da sizni. Yo'q, men o'zi yozganda ancha oldin yozgan ekan. Bir 2 oy oldin yozgan. 2 oy oldin biz boramiz, aka shu tomondan yer oldik deganda gaplashganmiz. Mana siz bilan ko'rishimizga, shu xo'jaligimizga sababchi bo'lgan, kelishimizga sababchi bo'lgan akamiz. Xo'p, birinchi navbatda bular o'sha o'sadigan qo'zilar. Bularda o'sha mana o'tgan safar keyin terilar qotib yotdi. Mana terilar o'sha qo'lga ilinib, bitta inyeksiyani o'zida badaniga shira yugurdi. Bunga mana super aminodan teri ostiga mana. Teri ostiga. Nimaga qo'ylarga teri ostiga qilinadimi? Super aminoni teri ostiga, muskulga ham qilsangiz bo'ladi. Hozir muskulga ikkita qo'limiz bor. Buni vitaminda super aminoni teri ostiga qilsa ham bo'ladi. Teri ostiga ham, muskul orasiga ham bemalol qo'llasa bo'ladi. Xo'p, Endi immunoparazitdan ikkinchi navbatda o'tgan safar bularga immunoparazitandan 0,5 qilganmiz, bugun bularga 0,8 qilamiz. Har inyeksiyada 0,3 ml dan o'sha 0,5 ml ga ko'tarib olib borish mumkin. Birinchisida 0,5 qilingan, shu qo'ylarga hozir 0,8 qilyapmiz. Bu muskulidan mana. Yengilgina, hech qanaqa og'riq bermaydi. Hammasi cho'tki. keyingisi Ivermek. Keyingisi Ivermek. Buni qo'llash bo'yicha hayvonda kasallik bo'lganda 2 marta qo'llasangiz bo'ladi, lekin yo'riqnomasi bo'yicha 1 marta qilsa ham bo'ladi degan joy bor. 50 kilo tirik vazniga 1 ml degan, bular shu 45-50 kilo atrofida chiqadi. 1 ml bu muskulga, bu tomonni ko'rsating.
Bu ham muskuliga mana hech qanaqa shish bermaydi, bezovta qilmaydi, hammasi chutki. Bu surkab qo'ying mana. Qo'ylarni adashtirib qo'ymaslik uchun o'zimizning mana jaydari belgimiz bor. Albastirni atala qilib surtib qo'yamiz. Bo'ldi, qolganlaring ham xuddi shu tartibda. Ikki uchtasini ko'rsatdik-da, hozir ko'rgan odam yana повторно qilamiz. Bittasini olib kelganda, ming. Xo'p. 5 mana podko'ja qo'yib yuboramiz. Immunoparazitdan mana ikkinchi inyeksiyasiga bunga ham chunki bir xil grafikda boshlaganmiz 0.8 mana bu yog'iga muskulidan bu yana mana ivermegimiz. Bunga ham mana 1 ml muskuladan. Dorilarda qilinish tartibi. Ivermektin agar kasallikka qattiq gumon qilinsa 2 marta qilinadi, bo'lmasa 1 marta yetadi. Super amino bilan immunoparazitdan 5-7 kun oralatib 3 marta grafikiga qarab emlama ishlarini qilib qo'ysangiz, xudo xolasa 6 oygacha qo'ylaringizni ichki parazitlari, bundan tashqari sindroz qurtnovisiga ham, sindroz kasalligiga ham yaxshi himoyalagan bo'lasiz. Qilinish tartibi 3 marta. Ushlang, hozir suradi dalaga. Orqasidan haydab yuboraymi? Xudo xolasa mana qo'ylarga bo'ldik. Endi bitta buzoqcha bor ekan, uni ham ichki tashqi parazitiga va shu burnidan ushlang, burnidan. To'xtang, bu yerga olib o'tib oling, olib o'tib qiynalamiz. Hayding, Jamshid, hayding orqasidan. qarab ketadi hozir haydasam aka. Qani? Aka, unda yonida ushlang, boshni ustidan chiqsa keyin buzoqni qishloqni ichida qo'yasiz aka. Bitta ushlang aka bo'ldi. Ana opa. Keng aka endi. Xo'p, mana hozir qo'ylarga ukol qilib chiqdik. Bitta buzoqcha ham olib kelganda, bularga buzoqchaga ham xuddi shu tartibda mana super aminodan o'zi bunga 5 qilinish kerak, mana 8-9 uramiz. Mana ko'rsatish mumkin. Muskulidan. Immunoparazitdan o'tgan safar bunga 0.5 urganmiz. Qo'ylarga ishlatilgan shpris ishlatsa bo'laveradimi? Hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Immunoparazitdan Ivermek. Ivermek. Shu ma'lumot o'rnida shuni aytib o'taman. Ivermek. Gavdasi где-то живой vesiga bir 150 kg chiqib qolsa, 2,5 gram qilsa yetadi, ko'pi ko'p. Buni bo'yin muskuli sanjalik bu yoqqa o'tib ko'rsatsangiz ham bo'laman. Ayni tushuntiraman. Buzoqchalarda ko'pincha holatda bo'ldi aka, ukoldan qo'yib, ehtiyot qochib ketmasin. Bo'y o'smasdan turib qorni katta bo'lib qoladi. Juda ko'pchilik xonadonda bo'ladigan holat. Ikkita eng asosiy sababi modda almashinuvining buzilishi, organizmda vitamin yetishmovchiligi, keyin o'sha yoshlik payti ichini gijja bosib ketish hisobidan, o'sha ichki parazit hisobidan bo'y o'smasdan qorni gazlanib katta bo'lib yuraveradi, bo'y o'smaydi. Ana shunaqa holatga tushmaslik uchun yosh buzoqchalaring bo'lsa, super aminodan, endi ivermek kerak emas unga, tashqi parazitlar bo'lmaydi. Bo'ldi, qo'l qilmaymiz. Immunoparazitdan bilan super aminodan yosh buzoqchalaringga shu 5 kun bir hafta oralatib 3 marta ukolni qilib qo'ysalaringiz, suyaklari o'sishi, rivojlanishi maksimal darajada yaxshi holatga o'tadi. Bo'ldi katta aka, xudo xolasa ish tugatdik. Sog' bo'lasiz. Keyingi hafta kelamiz yana 3-inchisiga, bo'ptimi? Sunnat aka, tas kichkinami? Molga keldik. Hozir mol tug'ilgani yo'q, lekin oyog'i chiqib turibdi. Itindanmidim aka? Oyog'ini qaranglar, oyog'ini ko'p. Shuna deyishyapti, damaza tortilgan deyishyapti. Bizov aka, Bitta oyoq qani buni? Ikkita oyoq tekis chiqib ko'tini hech to'g'rilab ko'rlaymi unga chapga qilib? Bo'ldi, operatsiya. Yo'q. suv ketmaganmi aka? Bo'ldi aka, yo'qdan ko'ra bor, agar bosamiz desangiz operatsiya. Yo'q. Endi yorilmagan tarvuz bilmaysiz, ochganda bilinadi-da. Operatsiya qilamizmi? Siroj aka qani? Olib keldim narsalarni. Gaplashdingizmi? Aytdim, menga hozir kelasizmi dedim, Bo'ston radaridagimda Siroj aka kelasizmi dedi-yu.
Turadimi aka? Chiq. Turchi. Jonivor. Chiq. Og'a, nimaga? Chiq. Nechiksiz? Hozir turdirib, chekkaroq olamiz bu molni. Aka, beton ustiga. Itni yomon ko'ryapti. Turdi. Biz bu yoqqa o'taylik-da, bu yoqqa o'tadi. Chiq. Hajlik sumkani ko'taring. O'sha mana shu tekis mana shu o'rtaga qo'ying. Yo, bo'ldi, mana shuga bo'ldi. Yaxshi, yaxshi-yu. Ham betonga bo'lgani ham. Aytga qo'yinglar. Saraligi bo'lmaydimi Abduvohab aka? Ortga turgan joyida bir itarib bo'lmaydimi ichkarida aylantirib? Sen ham bilaging yo'q ona. Aka, hozir buni yana ag'ba qiynaganiga olib tashish kerak. Bu bola vashi yirik ichida. To'g'ri, sigirim qo'yib ketdim Zafar aka. Buning sigirlik qilmaydi o'dingiz. Cho'tki semental tashab berdi. Abduvohab aka? Bola tirikmi hozir? Ha? Yaxshimi? Bola yaxshimi? Qayerdanmi? Olganda bilamizda. Suv bo'lib ketmaganmi? Ketgan? Endi 5 salkam 5 soat bo'libdi-da. Portlatib yuboring. Taxmin qilishingiz bo'yicha. Aka, har narsa bo'lishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Yo'q. Bo'ldi, bo'lmasa operatsiyani boshlaymiz. Narkoz beryapmizmi Abduvohab aka? Lekin mol chiroyli ekan, juda. Qanaqa parodasi? Limuzinga semental. Limuzinga semental gibrid. Hozir uxlaydi. Kelishyapti. Veterinarlar tampon tayyorlash bilasizlar-a? Ha? Yo'q, bu joyda artishga. Mol qarang, mol uyqusirasa bu yoqqa olib yuravering. Iloji boricha bu Go'ngisiga ketib qolmasin. Hozir olib keldi uni. Ya, sekin yotadi o'zi. O'zimda oyog'ini yig'ib yotadi, shuni yonboshlatamiz. Sirazi ya. Bo'ldi, narkoz ta'sir qilyapti. Bering, o'zim to'g'rilayman. Mazangiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Ya, bu yoqqa olib kelsa, ancha toza joyga aytga. Aka, hozir kesayotganimizda yotib olyapti-ku mol. Boshlang'ichida olsangiz bo'ladi. Hozir mol kuch qolmagan. Ochgan paytingiz yotib olsa, ichaklar chiqib ketadi bu yoqqa. Abduvohab aka, nima birinchi bo'lib tozalab olamizmi? Birinchi ana shu operatsiya joyi qirib tozalanadi. Aha. Keyin mesin narkoz beriladi. Hozir mana qilingandan keyin bismillah deb aytdi. Butunlay tozalab bo'ldik. Abduvohab aka, keyin nima qilyapmiz? Bitta tushuntirib o'tib keting. Hozir umumiy narkozdan keyin operatsiya joyiga mesin narkoz qilinadi. Endi bu o'zbekchasiga mahalliy narkozmi aka, shumi? Ha? Akalar, to'g'ri tushuninglar, YouTube bu formatdagi videoni qabul qilmaydi. Bizni butunlayga bloklab tashlashligi ham mumkin. O'shaning uchun iloji boricha ruxsat bo'lgan joylarni ko'rsatamiz, bo'lmasa iloji yo'q, kechirasizlar. Oxirida bolani o'zini sizlarga ko'rsatamiz va onani xudo xolasa sizlarga ko'rsatamiz. Sizlar o'sha bitta joyga qo'yib qo'ydik. Ko'rib bizni o'sha Abduvohab akam qilinayotgan mehnat qolganini xudo xolasa ko'rib turasizlar. Tamam. Chap kelsa aylantirib bo'lmadimi? Aka, San'atbek aka bo'lmadi aylantirib. Kerak bo'lsa damazni ham tortdik deyishdi. Aylantirib hamma narsa ko'rishdi. Soat 1da bu kelgan to'lg'oq. Molga narkoz berilgan aka. Unaqa pechatka kerak emasmidi katta?
Mana shu yerdan. Bering, men qo'lim yaxshi ekan. Aka. Nasıl o'rgatadiganlar ko'p hozir. Bola sigirdi yarimiday. Xo'p. Premyo efirda o'chiraversam Sanjar. Ana narigi mikrofonni ular. Tez, premyo efirda o'chir. Skalpel qani? Mana aka. Yo'q, shartmas, hozir shartmas. Hozir qiynalishadi. Aha. Instagramga bos. Hozir mana Voy bile. Bolayam molga yarmini. Aka. Bir tomondan olasan. Mana. Bolayam. Bolani ham kattaligi. Hozir molni qornini ochganimizda bildikki, molni qornini ochganimizdan keyin bildikki, buzoq molni yarimicha keladi, shunaqa ham katta. Hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz buni buzoqni olib ko'rsatamiz. Yo'q, men hali Qanaqalar? Bir. Zafar aka, arqon olib kelib turib, ikkita orqa oyog'iga solib molni uzun qilib yotqizdik. Qornim yoq itarilib qoldi. Orqa oyog'iga arqon solib molni cho'zib yotqizdik. Arqon olib kel, Sardor, arqon mol baylaydiganimda 2 metrlik arqonlarni olib kel. Bo'ladi o'sha, bo'ladi. So. Uchini sirtmoqda. Bo'lmayaptimi? Sardorda tezlash. Oyog'iga sirtmoq, ikkita oyoqni soginda tortasan nariyoqqa. Ha, ikkita oyoqni bitta qilib so. Ha, o'shanaqa. O'tqiz, tagiga o'tqiz. Day. Siratoga boshini tortingiz. Davay. Ha, ana. Bir kishi nonni ochib tursin. Xo'p. Skalpel bering, bolani shu yerdan olaveramiz.
Yo'q aka. Bunani ichaklarni ham. Taptiring. Bo'ladi. 100 ga qo'yamiz. Chiqyaptimi? Bilaman bu o'ta katta ekan-ay. Danak sigirlar. Sunnat aka, bolani orqa oyog'idan itarib beringlar menga, orqa oyog'i kirsin, ko'ti bilan chiqaramiz. Kamera to'sibsan. Itaring orqa Yo'q, oyog'i. o'tkin. Nariyoqqa o't. Uzma kamera, 1-2 ta tursin. Ha. Tiqinglar. Ha. Bola chiqyapti o'zi. Itaring. Sal ochib bo'lmaydi aka. Day. 1, 2, 3. O chiqdi mana bola. Qotib qopti bola. Bola o'libdi. Bola qotib qopti joni. Bola o'libdi. Afsuski bola o'libdi. Oy. Bagaj ol shundoq. Sanjar ol. Bunani Sanjar. olinguncha. Aka bitta o'tkir pichoq olib keling. Nima bu? Arrami. Onda kesib qo'yamiz aka. Undan ko'ra.
Xo'p. Endi bitta qiladigan ishimiz bachadonni hozirgi Tikishmi? ha. Xuddi gapirganda bo'ldi, baraga olinmay. Tik hali qolmadi. Assalomu alaykum. Nima aka? Narkozda. Ha? Hozir bolasini olib tashladik. Matka 3 tomonga yirtilib yotdi. Ben ichkarida ham yirtilgan, chunki boya qo'l tiqqanimda bolam olgan matkaga qo'l tortganda bitta tomoni yirtilgan. Hozir ochganim bilan mana bo'lib ketdi. Aylana bo'lib ketdi matka. Men tekis kesuvdim, yonga qarab ketib qoldi. Hozir ko'ring, buni bo'lsa bo'ldi, buni so'yib qo'yinglar. Yo, matkacha yirtilib yotdi. Atrofida yirtilganda. Yo, o'shani hozir men aniq yirtilgan joygacha topib olay. Zafar aka, Sanjar. Zafar aka. Aka, buni so'yib qo'ya qolasiz-ku. Matkasi ham ishkalku buni ichi. Bunda qo'yda o'pkasi yopishib qoladi qovurg'aga. Matkasini bir tomoni matga yopishib yotdi-da, shuncha uchun ochilmagan matkasi. Matka yopishib yotdi mana. Tug'ma. Boshini bosinglar, boshini. Nima qilding bunda? Aka, so'yib qo'ya qo'ying buni. Hozir tikkanim bilan matkasi bosib qo'ya. Mana. İçiga yaqing. Mana. Matka yopishib qo'ying, ko'ryapsizmi? Mana. Mana matka go'shiga ulanib ketgan. Mana. Hozir buni nega bola ham chiqmasdan tor joyga turib qo'ygan, shundan bo'lishi mumkin-da. Nima bo'ldi orasan? O'tkir pichog'ingiz bormi? Bo'ya pishog'i? Yo'q, u bo'lmaydi. Tepani qarang, Ibrohimga so'rash, o'tkirlab bo'g'izga orasan endi. Yo'q, u bo'lmaydi aka, u kartoshka savuzda boshqa narsa yaramaydi. Siroj akam pichoqlar bor edi-ku. Uchastkada bor. Olib keling. Mana ovoz o'ziga kelsa bitirlar, hamma joy ichak-ichaklardan bo'lib ketadi. Ha, 1 soatgacha uyg'onmaydi, u prosta og'riqqa ko'tarilyapti. Yo'q, bizda yo'q o'ling. Mana, Zafar aka. Mana, matga yopishib ketgan, ko'ryapsizmi? Mana. Mana bachadon go'shtga yopishib qo'ygan, ko'ryapsizmi? Mana. Mana bola chiqqan joy, mana tepa yopishib qo'ygan. Men tikib bachadonni bu yoqqa olaman desam, kelmayapti. Tug'ma ham bo'ladimi? Tug'ma bachadon nogiron ekan mana. Shunga chiqmagan ekanda, demak a. Bunaqa bo'lmasa ham bola korich qottargan turgan bo'lganda, mana shunda yopishib ham qolgan, keyin bola qimillamay menimcha. Bola qottarku, shunda qishayib qolgan menimcha. Qo'yishganda ko'rasizmi, o'pkasi yopishib qoladi. Ariqlarda sakrab o'tib ketaverardi-da bu. Mana bunday ariq o'zi inshaalloh deb sakrab o'tib ketaverardi. O'sha kun bu bolasi borib qoldimi-chi, u yomon bu sakrab o'tib ketadi, suroch aytdi.
hozir matkani tikish uchun bu yoqqa tortsangiz chiqib keladi. Qopga o'xshamaydi. Tortibmi matka chiqmaydi, tortibmi chiqmaydi. degan bo'lsa nima hali yo'q. Yo hozir ochganda ham ko'rasiz, yopishib yotdi. Alo. Asqar tanishmi? Asqar kelaverasanmi? O'chiraver Sanjar. Projektorda ham mana. Qo'yadigan bo'ldik. Bolasini oldik. Matka yopishib ketgan ekan. O'sha matkalarni yetirgan so'ng Noiloj deng, mol, noiloj deng. Bolasi lekin chiroyli ekan aka. Shuni yo'q, menimcha o'sha bola katta bo'lgan, qara. Shunday turaverganda bu, bir yo'qdan bir mobaynida shunday joylashgan. O'zi sen aytgan matka shunday yopishib ketgan, qara. Yo'q, bu bunaqa jarayonda bu tug'ma bo'ladi aka, bunaqa o'zini Bu aylanmadi, ichkariga bormi? o'sha matka tor bo'lganda Bordim qo'limda. Ichkari kirib, aylanavermayapti. Ana Sunnat aka, ya'ni ikki kishi qo'ldan uyshatib. Ana Sunnat aka. Ha? Sunnat aka qani o'zi? Sunnat aka ketdi. Mana xudo xolasa menimcha 2 soatmi vaqtimiz ketdi. Abduvohid aka. Ha? Molni so'ydik. Xullas, bolasi ichida o'lib bo'lgan, o'sha qotib ham qopti. Molni tug'olmaganining yana bitta sabab bachadonni tug'ma nogiron bachadonni bir shoxi ichki muskul qavatga yopishib qolgan. Uni hozir to'g'rilab tikamiz desak ham joyiga olib kelish imkoni bo'lmadi. Eng yaxshi variant bu payt molni so'yib qo'ya qolgan yaxshi. So'yib ham bo'ldik, mana yotibdi. So'yib bo'ldik molni, yotibdi. Veterinar hayotini menimcha shu bilan tugatsak kerak, yo vizitga boramizmi aka? Bilmayman, bu usti boshman birovga uyga kirsak molni ko'rsatadimi bu hozir endi. Yo'q, oldi haydab chiqarib oladi. Endi xudo xolasa bugungi ulgurmagan vizitga agar ertaga qo'shib yuboramiz qo'shimchasini desangiz, ertaga qo'shib yuboramiz. Albatta bugungi vizitimiz tugadi, veterinar hayot ham tugadi. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimda videoning boshida kerakli bo'ladigan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa sizlarga kommentariy yozing, fikrlaringni yozinglar. Qanaqa bo'ldi o'zi, video yoqdimi, yoqmadimi? Kuni bilan mana sizlarga nechta 6 ta vizitga borganmizmi, 7 ta vizitga borganmizmi? Hammasini boshidan oxirigacha ko'rsatishga harakat qildik iloji boricha. Bundan keyin ham xudo xolasa laykni bosib, kommentariy yozib tursalaring, kerak bo'lsa bo'ladigan bo'lsa, agar video qiziq bo'ladigan bo'lsa, Abduvohid akamga ham aytaman. Abduvohid aka, men qarang, shuncha odam yozibdi, shuncha odamga kerakli ekan, mavzu qiziq bo'libdi deyman-da aka. Undan keyin qo'rqmasdan siz ham davay deyaverasiz-a? Ya, bizga qaytish yo'q. Bo'ldi. Qo'rqish yo'q. Abduvohid akamning o'zlarining Instagramlarini, YouTube'larini, YouTube ham ochamiz. YouTube'larini ham qo'yib o'tib ketamiz. Kirib o'zlaring obuna bo'lib, bemalol u yerda ma'lumotlarni to'liq ko'rsalaring bo'ladi. O'zlarining nomerlarini qo'ya olmayman, to'g'ri tushunasizlar, sababi bunaqa ishda bo'lishadi. Mana o'zi 10 tami telefon keldi, olish olgani yo'q vizitga. U yoqda to'g'risi gaplashishga o'zlarining vaqti yo'q deyishdi, to'g'rimi aka? Men jirasak odam ko'pchilik so'kayapti, telefon qilib turib, yo'q, bu yerda bermasam. Telefon nomer qo'ymagan sababi xudoga shukr, bu bo'kani o'zida telefon qilgan klientlar bilan o'zi gaplashganimiz, vizitga chiqqanimiz kuni bo'yi yetadi. Endi tushunmagan joylaring yoki birorta ma'lumot kerak bo'lsa, shu biz qo'yayotgan videolar ichida imkon boricha hozir muammoli bo'layotgan kasalliklarga urg'u berdik. Telefon nomer bo'yicha men o'zim iltimos qilganman, bermang akaman, chunki ishlay olmay qolaman, yana vizit Telefon kelyapti. Ishlay olmay qolaman degansiz. Shunga sizlar bilan endi shu Jamshid akam proyekti bo'yicha shu veterinar hayot yoki boshqa proyektlar bo'yicha kasalliklarni olib chiqib boramiz. O'zingizga kerakli joylarini bemalol ko'rib, o'zingiz o'sha narsani qo'llasangiz bo'ladi. Albatta, xudo xolasa keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Oddiy mana shu veterinar hayotini ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Qiziq deb o'ylayman kimgadir. Maligi boylarning hayotini ko'rsatadi, puli ko'plar hayotini ko'rsatadi. Biz unaqa plyajda qumni ustiga yotib shlyapani tagida narsani ko'rsatdimiz. Biz o'zimiz haqiqatan ertalabdan kechgacha o'tadigan kunimizni qisman bir qismini bo'lsa ham ko'rsatishga harakat qildik. Endi agar bu holat bo'lmaganda yana biz sizlarga iloji boricha 3 ta yoki 2 ta vizitga ulgurardik. Endi qolgani ertangi kunga. Bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringga rahmat.